Ben Himan. Sankhilo. Ben Yisho. Rambo. Ben Akuk Şaptırla. Ben Marco. Ben Emsa Otumen. Xiangyang. Ay manga o vaqtlar Xiangyang'mış qiladi o. Rasa o vaqtlar yo'q diye bu narsa. Sop qo'y yangi zamonda emas. Men o ko'rib baxmdim bu Xiangyangni ashta bir qo'njaq bor ekan. Men anladım işte bir muncha qo'ylarni demdi o bir karton qutish degan. Bu Xiangyang. Biz kichik vaqtimizda ash qo'nchaqlar deyman nima degan yaxshi bir aslimlarni qoldirdim. Yana qaytim qayt qilib bo'lsa. Ash bilan manqamni yiqdi, maktabdan qo'yib baygacha 20 vaqtimiz vaqti bor. Manqam aqamti bo'lsa. Kirib ko'rib yetib, aniki o'ynaydigan qanday o'yinlar bo'lsa o'ynaydim. O'ynayotgan bo'lsam, yana chiqib ko'rib yetib, ash programmalarni andikin yana o'ynaydim. Nima deysiz? Mening esimda qilsa lekin Sunukun ko'rdim. Sunukun qo'nchaq kiramda. Qo'nchaqsiman kinogram kerak. Qo'nchaqsiman kino. Balalar ko'rdi-ku. Men amraqdim qarashim. Men qancha ko'rsam zerikmayman. Shu bo'lsam, Sunukun bo'lsam deb boshda orzularim bor deb qarab, cho'ng'an sir o'zgarib deb orzularim mening. Çünkü aş kichik vaqtlarimizga aş programlar bo'lsin, qo'nchaqlar bo'lsin, ashta yaxshi programlarcha mening his qilishimcha endi. Programma deysa, qo'nchaqda YouTube'da. Programlar bor desang ko'mamdan kichik vaqtlarda. Programlar bor esa. Balla program. Aylaqa birga ugnayli deb programlar bor diye. Nadira chiqdi. Nadira chiqdi. Biz nurg'un narsalarni o'rganib olgan shuningdek men. Nima o'rgangan? Hisobda Nadira Shavkat sen ustozing bo'ldi degan. Prim hisoblanadi. Nurg'un bilimlarni o'rgandim. Ya rast kichik vaqtimizga Nadira qanday ketgan acha deb shu bormidi. Menimcha o'zgarib ketdi-ku deyman boshqachalar. Bo'lsa boshqacha odam bo'lib ketdi. Menimcha o'zgarmadi. Mencha deb qo'y, lekin men ko'rdim emas. Ko'rdingmi? Ya oshpit chiroyli turibdimi yoki qayrab chatlishi? Rasmlar bormi ko'zda? Veshim batdi. Yep, bo'lsa bunda o'ylab qoldim bir Miş programımızı bir çaqagan bolsaq, mişat oturup bir san bolsun, aş balliq vaqtlarımızı bir qaytib baqqan bolsaq deb o'yladim men. Men o'shunda o'ylagan qarash, o'ylablam, bugun rasga qilsam boshqa artistlarni chaqamidim degina. Shu Nadira Shavkat telefon qilgan qaraman. Ras chaqadimmi? O iysi. Telefon qilib, shu vaqtingiz bo'lsa, mishta bir san, mishta bir suratga olsaq bo'ldi desam, "Voy, hozir bir ishim bor, men hozir borman" dedi. Shu hozir kennakchi degina. Ko'rdikimizda o'zgardimi yo shu pit turdimi? Kelsa, anki so'rmoqchi bo'lgan savollarni bir so'rab olsang bo'ladi. Chatayoq. Chaqira. Boshlab ketamdi qanday bo'lsa. Xo'sh, 2021-yillik karton Cho'lpon keldi. Programmamizdan bugungi alayda saniga alayda taklif qilingan bizdan suyumlik mehmonimiz bo'lsa, hammalarga tanishlik yosh riyosatchi shundaqla ishkir o'lkalarning cho'ng sanlarida alayda yulduz bo'lib chaqnagan shundaqlar bolalar televiziya programmalarining vakil xarakterlik riyosatchisi Nadira Shavkatni sanamizda taklif qilamiz. Marhamat. Mala yaxshimi? Ko'rib hayajonlatam siz meni. Sizni kichkindan tatib pek yaxshi ko'radi. Kelasi olmuş kessekan dedi. Sizning programmangiz ko'rib cho'ng olgan. Qarşılamız. Rahmat. Nadira, unda bo'lsa programmamizga xush kelibsiz. Bugun kerak mashunda alayda kunlarda sizlar billa programmamizda ko'rishganligimizdan shunda xush bo'lyapman. Ekranda ko'rmanlarmi? Mencha shunda qayaja ilkida ko'ryapti deb o'ylayman. Naq maydondagi tomoshabinlarga gap ketmaydi-ku. Shunda-ku. Bir xil opalarni ko'rgandek. Qaysilar programmamni ko'rib cho'ng olgan desizlar. Xatolashmalar qarsam xili cho'ng turibsizlar. Endi yaqinda biz ko'rishdik-ku, endi ko'rishmasdan oldida Nadira Shavkat deslam kichik vaqtlarimizda tatbiq programmalar ko'z oldimda. Men kichik vaqtimda o programmalar chiqib yurgan bo'lsa, hozir degandan endi chochlariga oq kirib, bir undaroq Oppay. Shundaroq bo'ldimikin desam. Hayotmidi deb o'ylagan. Ya onu o'yinchilik o'ylab ketdim. Lekin shu mushundaroq o'ylab ekanman. Qarsam chess deylam deyman. Hozir chessmer davolimiz yosh bolalar. Ishimizmi pek farqlanib ketmaymiz-ku deyman. Endi o'zingiz aytgan yog'iz bakli kichikdek. Lekin siz bir xil so'zlab ketdingiz. Endi bilishimcha keyin o'zingiz deb berdingiz-ku. Men o'qiyotgan vaqtlarimda shu ekranga chiqqan shuningga boshqalargami
shunda Xato ta'sir berib ta'sir qo'yma. berib qo'yma deb menda dedingiz. O'zimni hargiz kichik devolmayman. Ha. Lekin bu haqda shunaqmi? Men To'g'ri. o'qiyotgan mezgilda shu ekronga chiqqan. Unda olgandan keyin shu sizlar asos jihatdan shu xatolashib qoldinglar. Lekin qanday bo'lmasin, sizni ko'rsaklar, bizning birinchi bo'lib esimiz keldigini shu bolalar programmalari bildi o'rganaylik. Mushkiyik bilan Mushkiyik, to'shqan. Shuni endi mush ekranda ko'rmalarmi cho'qim ba'zanlari biladi siznichu. Endi ba'zanlari bir damalli qarablam, maqsad eliq qaysi programma deylik deydigan menda bir ko'rmalarimiz bo'ldi-chu. Shu ko'rmalarga bir bildirish uchun shu programmadan Shu kichik bir 50-60 yillarning hammasi biladi da. shularga bir aslima xarakterlik qilib kichik bir bo'lakini do'rab beramsiz. Bo'licha taxyuq men bir ekran oldidagi ko'rmalar bilan bir ko'rishaylik. Hay, ekran oldidagi kichik do'stlar, cho'ng do'stlar, yaxshimisizlar? Birga o'gnayli programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men sizlarning eng yaqin do'stinglar Nadira Hadanglar bo'laman. 嗨，亲爱的小伙伴们，大家好，我是你们的好朋友可爱的小兔子。Küçük dostlar yaxşımsızlar? Ben sana en yakın dostumla çiçek toşkanacak. Hey, küçük dostlar yaxşımsızlar? Ben senin en yakın dostunla kilişken müşki yıkacağım.嘿，小伙伴们，大家好，我是你们的好朋友帅气的熊猫。 Yunda teyzeyim. Bir xil seg'indinglar Evet, shu vaqtlar. Aşkı göz aldım kevatırdan. Müşki yıkacak pek düşse sen şu an. Kimni ko'rib mushki yiqchoqni ko'rgandek bir xil shundoq. Oncha xiyanjanlarim yo'q. Bölekni doğrap bergan vaqtlardimi? Shu vaqtlar vaş o'tdi. Ko'z oldinglardan o'tdimi? Ha, bek güzel eslime. Yana bir balliq qayt qilib bo'lgan bo'lsa, bir qaytib olsak deb, menchi bizlam emas ko'rinmalarning hammasi ekranda ko'rinmalarning hammasi shundoq o'ylaydi. Men bu balliq vaqtimni shunchalik seg'indim. Bir insonning hayotida balliq chig'i, balliq aslimasi bek muhim o'rin turdi ekan. To'g'ri. Shu balliq aslimasi yaxshi bo'lsa, shu odamning kelajagi ham yaxshi bo'ldi ekan. To'g'ri. Shu men ishonaman deb men shu ko'pchilikka cho'qim yaxshi aslimlarni qoldirdim deb. Albatta. Bu sende neymiş qildi? Ondan so'ng o'zim kichik bolalar amroq bo'lgandan keyin maktabdagi vaqtlardan tortib shunday qilib ovoz berishni, bolalarningki ishlar bilan shug'ullanishni yaxshi ko'ratdim. Hozirgacha Endi shu yasli o'qituvchisi bo'lib qolmaganlik yerim bor, lekin hozirgacha mana shunchalik yaxshi ko'raman. To'y qildingizmi? Endi shu yana bir 2 yildan keyin o'ylashib boqam. Ekran ko'rmali cho'qim rasm bo'lgan. Balans bormi? Ha, ba. Nechisi bor? Mondaq adam qo'rqdi. Lekin baldiringizga shunday muomalalarni qilamiz, o'yladim, ochta do'rab berib, qo'shal qilamiz vallahi. Ba'zi yo'llar shunaqa g'ayriy qiliqlarni qilaman-ku, qilib qo'ysam, cho'ng o'g'lim, "Oppa, sen nima qilyapsan? Sizniki shahar ekan." Qabul qilolmaydi da. Ba'zi yo'lda qabul qilolmaydi. O'zim akilab ketman-ku uyda o'g'limga. Undan olgandan keyin kichigim shu. Endi ikkilisi o'g'il bo'lgandan keyin-chu, men uyda hisobda shu 3 akishning ichida yashayman. Yo'ldashim ikki o'g'lim. Undan olgandan keyin men cho'qim ayol kishi bo'lgandan keyin qizlarga xos nazokat bilan turmasam, toza qabul qilib bo'lmaydi. Shunga o'zimning xosligini saqlab qilishim kerak deb o'ylayman. Rahmat, oilangiz ko'z tegmasin. Unda bir qolgan gap so'z parang-maranglarni o'tirib deyishim. O'tirib deyli, choy paylarni quyinglar. Ha, ma'qul. Qo'yib qo'ydim. Programmamizga bir qatam xush keldingiz. Rahmat, shunday xush bo'ldim. Xush bo'ldingiz. Tomoshabinlar xush bo'ldinglar, yaxshina. Bugun mana karton markasida Cho'lpon keldi programmamizdan alayda sonini so'ratga o'tiribmiz. Mush boshdan bir so'rab olaymi deyman, qarang bir bilmoqchi bo'lgan savollarimni, bilmoqchi bo'lgan ishlarimni, maqsadlarimni-chu. Lekin yana xijil bo'lyapman, qarang. Qanday qilsam bo'lar? Sizni ancha bekil xijil bo'lib ketmaydi, terisal qillaraq deb anglagan shunday. Tayyor bo'ling. Oldingizmi, o'zingiz achsa his qilib qoldingizmi? Hammasi bildi ekan o'g'il. Nadira Shavkat sizlarga shu ko'z oldimizga mush turqingizlar keldi-da. Sizga o'zgarishim bo'lib baqmidi? Mush 10 necha yil, 20 necha yilning yo'qchu. Bir xil. 20 necha yil degan sal ortiqcha. 10 necha yil qilib, an tashlasak bo'ldi. Jarayonda men o'ylayman, demiş Nadira Shavkat qanday bo'lib bunda Nadira Shavkat bo'lib qolgan. Masalan, sizni nurg'on ishkirniki cho'ng-cho'ng sandirdimi ko'rdik. Asa muvaffaqiyat emas u narsalarning hammasi-chu. Tomoshabinlarniki hammasi biladi, xabarimiz bor. Mush bolaligingizdan boshlab bir tushunib boqaylikmi deb o'ylab qoldim, qarang. Balliqni so'zlab kelsak, burunning burunisidan deb so'zlasak.
bo'ladi. Kichik vaqtlarimdan tatib Şinjan televiziya stansiyasining xorosi cho'ng bo'lganchu. Mening oilam, dadam bo'lsa o'qituvchi, Şinjan ma'rif shu yonda. Opam bo'lsa, shu Şinjan televiziya stansiyasining rejissori. Opam yosh vaqtida shu Şinjan televiziya stansiyasiga o'rlashgan vaqtda, xizmatga o'rlashganda rejissorlikmi qilibdi-ka, riyosatchilikmi qilibdi-ka, hatto ovozlarni beribdi-ka. O chog'larda shu bir odam nurg'un odamning ishini qildi ekan-ku. Opam shu yerda ishlagan bo'lg'ashqa, cho'ng bo'lish jarayonida opam ba'zi vaqtlarda hamda bizni xizmat jarayonida o'rlashtira olmay qolsa, idoraga ketadi. Idoraga ketgandan keyin men shu muhitning ichida cho'ng oldimda, ularning xizmat uslubini, nima ish qiladi, qanday ishlaydi, hammani ko'rib cho'ng olgan. Shu mening shu san'atga, shu televiziya programmalariga asosiyatdan bir xil mehrim shu vaqtdan boshlab paydo bo'lgan. Undan keyin kichik vaqtimda opam o'zi san'at bilan shug'ullangancha, men andiliqi ko'p taraflimlik bo'lib cho'ng olsin deb 19-boshlang'ich maktabda o'qiganchu men. Voy, menga o'xshash. Siz shu yerda o'qiganmi? Ha, shu maktabniki muzik sinfiga bergan. Muzik sinfida men xushtarni bilamsizlarki, g'ejakka o'xshab ketadigan bir chalg'u asbob bor. Xushtar chalatdim, xushtar o'rgangan. Ondan keyin dadam uningda sirtgani menga ayrim bir o'qituvchi tutib bergan. Xushtarni chalatdim, gongchingni o'rgatgan. Kichik 4 yosh vaqtimdan boshlab usulga bergan, usulda o'qigan. Ish qilib qila olamsiz desa qila olayman deb, xili o'zimga ishonch boshiq cho'ng olganchu. Bara undan keyin cho'ng oldik. San'at maktabiga imtihon berilgan bir fursat chiqib qoldi. Shundan keyin boshlang'ich maktabni bitiribla, san'at maktabniki usul kasbiga imtihon berdim. Imtihon bergandan keyin o'tdim. O'tib shu usulda 4 yil o'qibdim men. O'tir texnikumni. O'qish jarayonida kichik vaqtlarimda Nida Shibabiyanda bizning mushta bir gapimiz bor-ku. Orliqda bir shunda bir liqilishcha cho'ng bo'lib ketganman-chu, o'g'il oldi. Naq asha 8 yosh vaqtlarimga shunchalik bir o'zgarib ketgandaydi opamdan anglashimcha. Tishlarim degan tushib, qaridab, o'ruqlab, urishib, undan so'ng men oiladagi biz ikkili bola, bir inim bor-chu. O'g'il bola bilan birga cho'ng bo'lgandan keyin asosiyatda shuning mijoz ta'sir qildi ekan. Shu men mashina o'g'ildak mushta qilib bitib. Mahallada bol kichik bolalar bilan so'qishib qoldi. Nima bo'ldi deb chiqib, ashtaq darajada shunday o'zgarib ketib ekanman. Shundan opam mushtaq san'at maktabiga imtihon bergan ish paka, endi qizol bo'lgandan keyin qizolga xos, nozik, ustixonlari chiroyli cho'ng olsin. Shu usulda o'qisin deb meni usulga bergan. Usulga kirib birli ichilib ketdim. Ondan keyin shu har qaysi jihatdan ish qilib rost foydasi bo'ldi ekan, shu usulning qizlarga nisbatan. Ondan keyin shu usulda 4 yil o'qibdim. Men maktabdan xili muallimlar yaxshi ko'radigan sinfning oldida bo'lib yaxshi o'qidim. O'qish bitiradigan vaqtda ondan keyin nurg'un idoralarniki bizni og'il keldida. Qarsam u idoralarda nurg'un harbiy o'mak, san'at o'mak deydigan nurg'un idoralar bor ekan. Shundan qarsam necha idoraninki harbiy o'rinninki meni yaxshi ko'rib qoldi. O chaqda men xili o'maq chiroyliqcha bo'lganchu. Kasbim xili yaxshi. Shundan olan qarsam harbiy o'makninki shu rasmiy o'zining ushquchilarning kiyimini kiyib, ularning kiyimi ko'kish keldigacha osmon rangida. Unga qizdiriliq belayma odamda maymoq bir ispanka dopsi va shuni kiyib ketdi. Kelib sen bizningki idoraga kelishni o'ylamsa deb. Qarsam yana boshqa idoralar batdi ishqirlarninkimi kelgan. Bizni yaxshi ko'ribchu. Mening necha do'stim shu Beijinglarga berib, shu odamda usul artisov ishildi. Shularning orasidan men tanlangan. Lekin shu harbiy o'makni ko'rgandan keyin loyiq mening ularga bo'lgan bir xil qiziqishim texmi oshdi-da. Qarsam kiyimlarim shunda yarashgan. Onasiga bu harbiy o'makdan kelgan ustozlarmi degan shunda qizg'in. Men idoralarga berib ishlasam bo'ldi, lekin men hozir kichik dedim. Endi men bu o'tir texnikum bilan to'xtab qolsam bo'lmaydi. Mening yana ulab o'qish arzuyim bor-di. Bo'lsam shu binkini bir qo'shib o'qiyotgan bo'lsam bek yaxshi bo'ladi desam, shundan buloq. Agar sen kelamanli desak, biz u arzuyingga yetkazamiz. Bo'ladi, bir chatdan o'qib, bir chatdan ishlasang bo'ladi dedi. Bu gap menga shunda xo'sh yoqdi, chunki men endi bir chatdan harbiy bo'lish arzuyim bor-di. Harbiy o'qish yana bir chatdan o'zimniki o'qishni yana texnik yuqori darajaga o'stira oladi ekanman. Shundan voy bo'ladi deb 2000-yili 12-oyda rasmiy harbiylikka qatnashdim. Harbiy bo'lib ketdim. Harbiy oldum ha. Shu harbiy formani tunji kiygan kunisi degan endi shunchalik bir xil baxtli his qildim o'zimni. Bular idoradan formalarni ilib ketdim. Rasmiy qizil lentlarni maydonga osdi. Esib undan keyin bular bilan birga tamoq yeb, opamlar bilan xo'shlaşib mangdim. O chaqda biz harbiylikda bo'lgandan keyin cho'qim fon beshikvanli-da, endi inib chiqsaq bo'lmaydi. Shu bir harbiylik kirib ketgancha oldida bir yil san'at nomerlari bo'lsa yordam qilib, bir yil ishlab berdim. Undan keyin rasmiy idora
kirib ketdim. Shu kichiklar harbiylikqa berib, harbiy oldim. Harbiy o'makning artisti oldim. Shu jarayon degan nurg'un issiq suvoqlarni beshimizga kechirdik, chunki harbiy bo'lish rost oson emas. Shu vaqtda his qildim-ku, harbiy rasmiy bizning eng suyimli kishilarimiz, bizning jangchilarimizga, harbiylarimizga debchi. Shu chaqda his qildim. Bir tarafdan o'qidim, bir tarafdan harbiylik tutdim. O'qishimni tamomlandi. Harbiylikni muvaffaqiyatli holda 2 yillik vazifamni o'tadim. Undan keyin Einstein bizga bir riyosatchi kerakdi deb imtihon bersam o'tib qoldim. Necha yosh vaqtingiz? 17 yoshda harbiy bo'lgan bo'lsam, harbiylikda 2 yil turdim. Undan keyin shu 20 yoshga bormay turib xizmatga chiqib, undan keyin mashrabga riyosatchilik qildim. Undan keyin Shinjon tayda, bundan keyin bolalar kanali bo'ladi, yo'l qo'yildi degandan keyin unda qo'shib shu bolalar kanaliga Nadira bek tushdi. Qarshi o'chaqda men yana shu chachlarimni ikkital o'rib, omoq shugandan keyin oyimish bolalar kanaliga bir riyosatchilik qilib baqsin deb u kanalga akir ketdi. Shundan keyin shu bolalar riyosatchisi degan nom bilan hozirgacha mana Mumay optu ben. Demak shu vaqtlarda kichik shu. Kichik. Ko'rmalarga hozir bek ini qo'yib ketdi-da endi, mush fursatda. Jiqlar o'ylab oldik shu lekin apay debchi. Apay deb Şunun bilan bolalar riyosatchisi bo'ldim. Ondan keyin Shuang Yu Jemu programmani, qo'shimcha programmasini yo'lga qo'ydik. Shu jarayonda o'zimiz Sıxwa qılıbmış programını qandaq qısaq yaxşı oldu, balalarımız yaxşı gördü, balalarımızga nap tegdi deb nurg'ulgan kalalarni qatırıp, gerçi onun vaqt sani ara 10 minut olsunmu, lekin balalarımızga yana sizlarga shunchalik yarg'idek bir esil program bo'lib chiqdi. Hisobdan da bizningki u programda ishlaydigan odam sonimiz ozchi jiq emas. Unda olgandan keyin jiq xizmatlarni bir odam o'z ustiga olmasa bo'lmaydi. Shunga shu balalarning ovoz berish, balalarning ovozini naqsh aytish, undan keyin shu programmani yezish qatorliq xili ko'p vazifalarni o'z ustimga olgan. Shuningdan keyin pallilab asta yetilgan bir riyosatchi bo'lib qoldim. Lekin nurg'un kristalliklar ketdi. Behtirishdim. Shu jarayonlarni bishimizga o'tkazgan shunga keyingi turmushimdimi, mayli xizmat bo'lsin yoki oila bo'lsin yoki jamiyat bo'lsin, o'zimga ishindigan, mushkulotlardan qo'rqmaydigan, har qanday qiyinchilikqa bardoshlik bera oladigan, ashta bo'lib yetildim, cho'ng oldim. Bera olamsiz? Men bunda qarab, ajab bir muloyim mundaqga deganingizdan amaliyotda u bizniki kuchuvadi. Bir peshvo bilan. Unda bo'lsa, shu bugungi Alaysan programmamizga amaliyot abayma xabarim yo'q dedim-ku. Xabar bor. Harbiylikda o'qigancha har jihatdan masalan yo'shu bo'lmasa programmamizga alay taklif qilmaymiz-da. Hisobda programmamizga taklif qilgan eng yosh riyosatchi hisoblanadi Nadira Shokatchi. Shuningga shu naq maydonda shu mahoratlardan bir huzurlanib baqayli deb o'ylab qoldim-chu. Bizning shu Shaolin sinfini bitirib kelgan Vali tayyorlik olib turibdi hozir. Bir maydon astaqira chilish musobaqasi qilgandan keyin haqiqiy harbiylikka qaytib keldimi yoki yag'in so'zildimi? Shu narsani bir isbotlasa, anondagi qolgan bo'laklarga o'tib kelsak degan umidda. Unda bo'lsa, xo'sh. Siz xato anglab qolgan o'xshaysiz. Men harbiy bo'ldim, chambazlikni o'rgandim deydi. Mushkulotlarga bardoshlik bera olmaymiz dengizmi? Shu Valining bir mushni yapib Çık. Ben o'ylab baxmagan bir ishni anglab qoldim-da. Shu hozir mening mijozim qandaq desingiz, cho'qim bir narsani shu vaqtida qilish, undan keyin bir yalayliqi rassiz bo'lib qolsa, cho'qim ashaning bulung pushqoqlaridan tortib ratlik qilish. Aba his qildim men uni. Program surattirishdan oldida choponimni nimaga qo'yib ekanman? Ay, o choponni ochib boshqirib dedim chiqam. Shu ashta bir xil programmada rejissori Nadira Shokat. Tugdi? Uda shukr o'lkiladiki, musobaqalar yoki shu qatnashgan riyosatchilik qilgan van xuylarchu. Shu Shinjon televiziya stansiyasiga o'rinlashib, shu o'smirlar qalining programmasining riyosatchisi bo'ldim. Undan keyin shukirki o'lkalarda, masalan, Markaz Beijingda bo'lsin yoki boshqa joylarda bo'lsin, programmalarga riyosatchi kerak deb shunday ishlar bo'lib qolsa, shu chog'larda idora ko'z tikib turayotgan, uning ustiga harbiylikdan qaytgan bir qiz bo'lgandiki, riyosatchi bo'lgandan idora. Alay direkt ha vaqtda. Endi o'zimni alayda bo'lmayman, lekin shular nisbatan alayda bo'lib qoldim. Nisbatan alayda. Ha. Shuning bilan unda bo'lsa bizning shu riyosatchimiz bo'lsin. Bu riyosatchimiz bo'lsin. Ham usuldimi yetishgan, ham intizomdimi yaxshi, har qaysi jihatlarda yaxshi bo'lgandan keyin biz buning ishimizda tunji qitim Markaz televiziya stansiyasininki 2005-yillik Chag'an san'at kechligiga Chunjevan qo'ziga qatnashdim. 2005-yil bo'lsa, u vaqtlarda boshqa riyosatchilar chiqib boqmagan-ku deyman.
asosiyatdan chiqmagan. Cevap verelim şey. Çok keldi. Mushu bizning Xinjiangga vakil bo'libchi. Badim. Xinchun Shizhe deydigan uni. Berib shu chaqda iliq chunlar, shuningdan birini ko'tirib, shu chunje chag'alliq san'at kechiligida Tianshan Nanbei, Ulumochi degan gapim shundoq esimda. Shuni so'zlagandim. O chaqda qarsam degan butun mamlakatdagi har qaysi televiziya stansiyasi eng dangliq riyosatchi diktorlar beribdi. Men ularga nisbatan yengida, men bir o'quvchi, tex yengi kirgan. Ularni ko'rib men hayajonlanib ketib borman. Biz televizorlarda mariyasatchini ko'ratdik, diktorni ko'ratdik deb. Qarsa ular hammasi tang darajadagi diktor riyosatchilar. Ularning yeshim mendan cho'ng. Men ularning orasidan xuddi bir praktikant, bir o'quvchidek, unisiga o'zimlik o'quvchi sifatida yangi idoraga xizmatga o'rlashgan bo'lgandan men uchoq cho'qim kichik bel bo'lishim kerak-da. Voy ularni voy loshi, voy jeje, voy gogo. Loshi nomning ge voy chengimi men bek hayajonda chunki men o'qishni bitiribla idoraga o'rlashib tunji hayotim shu markaziy televiziya stansiyasining sahnasida bo'ldi. Shunda olgandan keyin shunchalik hayajon ilkida u programma qatnashdim. Qatnashib ularmi meni shunchalik yaxshi ko'rdi. Ular voy bizning Xinjiangdan kelgan riyosatchiga deb men qiziqib zodi shundoq meni yaxshi ko'rib, aloqash nomerlarimni elib ketdi. Ketib uzun o'tmayla, voy shundoq telefon qildi. Undan keyin yo'lim ichilib ketdi. Uzun o'tmayla shundan Zhongyang Dianshaniki yana Yuan Xiaojie vanxusiga taklif qildi. Uningga bordim. Kayindilla. Onunga qatnashdim. Yana nurg'un riyosatchilar bilan tanishdim. Qaytib keldim. 2006-yili yana taklif qildi. Chunje vanxusiga, Yuan Xiaojie vanxusiga. Uda 2 yil kayindan shu Yuan Xiaojie bilan Chunje vanxusiga qatnashdim. Qatnashib do'stlarim ko'paydi, ustozlarim ko'paydi, yo'llarim ochildi. Idora qaytib kelgandan keyin boshliqlarim texmo boshqacha qaraydigan bo'ldi. Texmo bekarak ko'ngil bildigan bo'ldi. Undan keyin shunday fursatlar bo'lsa ish kirdi. Kechiklar qatnashadigan Xinjiangga vakil bo'lib borgan riyosatchining ish chiqib qolsa cho'qib meni avatadigan bo'ldi. U chaqda men shunchalik qo'rqqan, shu chaqda shunchalik jiddiylashgan. Chunki mening asli kasbim usul. Riyosatchilikda hech qanday xabarim yo'q. Rahmat, unda bu ish qilib men sizningki ish kiri o'lkalarda shu qatnashgan sahnalaringizni, programmalaringizni men asos jihatdan ko'ribdim juma. Da o'ylab baxsam, tantarbiya programmalariga riyosatchilik qilgansiz. 15-yili o'dayma esimda qilishcha. Beijingninki CSPN deb bir kanal bor, Chengol Tiyu Lengbo Pingtai deb. Shu kanal qurilgan vaqtda mush kanalga har qaysi joylardan tantarbiyani bobo qilgan bir riyosatchi kerak deb riyosatchi tanladi. Shu vaqtda men ham ta'limga yarasha shuni tanlab qoldim. Tanlab qilib u yerda 1 yil riyosat shu Pingtayda turib bir mezgil riyosatchilik qilganga bordim. Rost gapni qilsam, men azaldan undaq tantarbiya filmlarini ko'rib ketmaydim, ham tushunmaydim, qiziqmaydim. Tushunmayman-da endi. Lekin uningda qarasangiz, butunliqi shu chog'lardagi Meishi damdoq, Leonardo damdoq shularning musobaqa ahvolini, uningdagi musobaqa jarayonida qiziqarli ishlarni, shularni so'zlaydigan bir yo'lashing mumkin. Shu ovoz beramtiniz. Kötü tatdım. Ya, şularning ashtaq bir programmasi. Hamda u yerdagi atalg'ularning hammasi tantarbiya bilan, kasb bilan munosabatli bo'lgandan keyin 3 oy vaqtim shuning bilan o'rganishga ketdi. Bir chetdan riyosatchilik qilma, yana bir chetdan ishimni tugitman moyoqdan onunki kon riyosatchilarning yeniga berib, "Mani qanday qildi, ani qanday qildi" deb ashlarning programmasini ko'rib, iliq xat deganni ustiga pinlarini yozib olib, tanımagan xatlarim bo'lsa, birdan o'qib, shuna qilib mashq qildim. 1 yil turish jarayonida rus programma riyosatchilik qilg'idek bo'ldim. Qaytib kelib, yana o'zimniki kasbiy jihatdan har qaysi jihatlardan mukammallashdim. Qaytib kelgandan keyin 10-kanalga tantarbiya kanali CBA basketbol musobaqasi boshlangan vaqtda voy mushtonga bir jabin bo'lib bergan bo'lsam deb. Voy men endi unga qanday jabin bo'laman? U degan naq maydondan ko'z tutadigan bir programma tutsa desam, hech nima bo'lmaydi. Sen shu bizning yenimizda o'ltirib, bizning shu ustozlar bilan yaxshi, hay, huy, va deb tasavvur qildik. Shuna bir endi meni jabin kerak ekan-to. Shuna bilan u programma qatnashdim. Unga o'ylamagan yerdan o'yliq naq maydondagi musobaqa bo'lgandan keyin o'zimni u musobaqaga kirishib ketdim-da, ko'rib hayajonlanib u yerda o'zim so'zlablik tushibdimi? Unda olgandan keyin ularga yaridi. U chaqda hisobda shu sizlarga o'xshash ko'rinman sifatida qatnashdim-da.
Qatnashib o'zimniki asli ichimda urg'ib turgan hissiyot bilan riyosatchilik qildim. Shuna qilib shu tan tarbiya, bolalarniki, cho'nglarniki hammasiga riyosatchilik qilib, xili ma'nili ko'ngillik o'tibdi. Shu xili vaqtgacha o'smirlar kanalidan keyin chiqib ketib, universal kanalda cho'ng tipdagi kechilikka, naqsh kechilikka riyosatchilik qilganga chiqib oldim-chu. U yerga chiqib olishimdagi maqsadmi shu ko'chalarda mongsammi, xili cho'ng o'g'ucha shu to'y qilg'ichmi? Haqlar, "Ey mayliqi, shon yugan o'sha chiqilgan qizg'u, ey mayliq bolalarning riyosatchisi-g'u" deb munda degandan keyin u chaqlarda men bilan tang tush riyosatchilarning azgul gulshanlar olsun hammasi xili dongli bo'lib ko'zga ko'rinib ketgan vaqtda boshqalarning menga bergan bahosi bolalar riyosatchisi. Garchi men shunchalik kechiliklarga jiq chiqdim, shunchalik van qo'ylarga cho'ng tipdagi xalqaro kechiliklarga go'ji minzuvu da'je deymiz, go'ji tajvanda bisa deymiz. Shularga riyosatchilik qilib baxdim. Hech kimning esida yo'q. Bolalar. Unda o'g'andikin bir mazgil kichikkanman deb o'ylab qoldim shu chaqlarda. Uy, men shunchalik jiq narsalarga chiqsam, ajab bir meni kichik bolalarniki deb bulatgan shu ko'mamdu demaydi. Sal qo'zg'im ketdi. Men nimishqa nozgul riyosatchilardek undaq cho'ng riyosatchi demaydi, meni nimishqa kichik bolalarniki deydi deb ashlab iliqi ideyalar paydo bo'ldi-ku. Lekin keyin o'ylab baqsam, shu chaqlarda sal o'zimga tamannoliq paydo bo'lib qopti-ki. Sal Kibrlik paydo bo'lib qopti-ki. Baxxataga, unda qat'iy unda bo'lmaslik kerak-ki. Chunki meni shu bolalar programmasi ko'zga ko'rindirdi. Bolalar programmasi meni cho'ng qildi. Bolalar programmasi meningki o'sib yetilishimdagi bir eng muhim bosqich. Bolalar programmasi bo'lg'achqa men hozirgi Nadira Shavkat bo'ldim. To'g'ri. Shunga hisobda adam o'ziga faqat tamanno qo'ymaslik kerak, kibrlik qilmaslik kerak, cho'qim uzluksiz tirishishi, olg'a ilgirilish kerak. Shunga hozir men uchun shu bolalar programmasi shu vaqtga shu aslimlar mening hayotimdagi eng go'zal aslimlar hisoblandi. Lekin boshqalarni yana biladiganlar biladi yana. Shaxsan men bildim. Asliga sponsor usulda shuni namoyon qilib bo'ldingiz, ishqirning sanlarida musobaqalarga qatnashib bo'ldingiz. Cho'ng muvaffaqiyatlardan shundan hammasi degidek ismni qilishgandaylik lapar o'ynagansiz. Ha, lapar o'ynagan esinglar bormi? Yangi maktabni bitirgan vaqtda shuna bir fursatlar chiqib qolgan kechiliklardan shundoq Asqari bilan lapar o'ynaydigan Asqar akamiz bilan bizning atoqli usulchimiz. Shu chaqlarda hamda ukam bir sinab baqamsiz deganti. Ukam men hozir riyosatchilik o'rinlashib bo'lgan vaqtimda, o'chaq idoraga o'rinlashib bo'lgan vaqtim. Aka men undaq laparlarni o'ynab baxmagan, o'zim yolg'iz sakinlarda undaq yolg'iz kishi usul o'ynab baxmasam, men ba xotirjam bo'ling, men sizni yetaklayman. Sizda mushundaq bir shibo yujayri bor ekan. Siz cho'qim usul lapar cho'p kisiz deb. Lekin men riyosatchi to'samsam, siz riyosatchining orasidagi eng taqlaqchi. Shundan ondan sinab baqayda tunji qitimliq laparimiz to'yni to'ydak o'ynayli deb bir laparni o'ynadik. To'yni to'ydak o'ynayli. Atimizni o'ylayli. Canıma. İşte bir Kilim amsa. Shuningga o'ynadik ikkimizchi. O'ynab shunchalik olqishga erishib ketdi. O'mi o'zimniki tunji qitim laparga chiqishimdi. Shuningdek shundan bir lapar boshlanib ketdi. To'xtamay lapar o'ynaydi. Fursat bo'lsa shu Asqar kamishkimiz laparlarni xila o'ynab qo'yatdik. Hozirchi nim deb o'ynamaysiz unda olsa? Hozir o'ynasam bo'ldi, o'ynaydigan adam yo'q. Men borman. 2009-yili Dongfang Weishininki bir usul musobaqasi chiqib qoldi-ku, Wulinda qo'ydi. Buningga cho'qim shu butun mamlakatdagi Einsteinning riyosatchilari qatnashgan. Riyosatchilarning usul musobaqasi bu. Bu usul musobaqasi degan texi mundaq odatli usul emas, xalqaro o'lchamdagi usul Gobiyavu. Shuni o'ynaydigan bir fursatga. Shundan qarsam idoradan meni to'jan qildi-kan. Wulinda qo'ydaydi, men buningda qanda usul o'ynama desam, "Sen oldi bilan bir berib baxmamsa" dedi. Bo'pti amsa deb opam bilan bordim-da Shanxayga. Berib shundan u yoqdagi Einsteinning ustozlar bilan ko'rishib, menga bir programmalarning xarakterini bir kichkina so'zlab bersanglar, men hech nimani o'qimayla keldim. Wulinda qo'ydaydi. Usul o'ynaysa deydi, bu Wulin desa, chandozlikda hatatdimi, usulni
yoqanda chambozlik aylandiramdimi yoqanda desam kulib bular yo'q bu degan bir riyosatchilarninki shundoq xalqaro o'lchamli usul o'ynaydigan musobaqasi. Xinjianglik go'ni olgandan keyin sizlar tianshan ju hui tiao没有问题吧deb. Ular bizga bek ishlangandan keyin bu usulga bek usta deb. Men bu hamda usuldan qo'rqmayman, lekin bu go'biyovni men azaldan o'ynab boqmagan, maktabdami undaq usul o'ynab boqmagan desam sizlarga ustoz tutib beramiz dedi. 2 kun vaqt berdi. Bir usulninki ishlab putib chiqib sahnaga chiqqacha. 2 vaqtdan chiqib bo'ldi. Harakatlam yomon tasga uni ustiga men o'qishni bitirib bo'lib idoraga kirib bir mazgil usul o'ynadim-chu. Laparni o'ynagan vaqtda o'ynadim. Boshqa vaqtlarda ayliq jibin gongni asosiy mashqlarni tashlab o'tgan bo'lgandan keyin ketib ekanman. Uyga berib ularning usulchilari degan hadis pisa sharda tushib. Balki vaqtida chiqsa men ularni ko'rib men qo'rqib ketib, voy menda umid yo'q ekan, men buni qatnashmaymansam unimi desang kelgan bo'lganki qatnashsa deb. Shunchalik bir qo'rqinish bisib ketdi. Qarasam ishkirdiki bütün dağlıq riyasətçi çolpanlar keldi-də onunğa. Mən əndi ularga nisbətən mən bir adətdəki bir riyasətçi. Ular şunçilik dağlıq dursa, meni kim tanıydı? Mən onunsuq ular qılğan hərəkətini mən qılamayman desəm, idardım o özəngə işən. Sən bağan bolğandan sən bizə vəkil olub bardın. Çoxum yaxşı nəticə alamsan buldu, lekin çoxum özəngə işinsə. Bağan bolğandan çoxum yaxşı tirişib yaxşı nəticələrini ip qaytıb gəl dedi. Sonra kim bobdamız qatnaşqandan keyin mən o caşanırımның yüzünü düşəsəm bulmaydı. Mən çoxum tirişimə də 2 gün vaqtda şundaqmı tirişdim. Səhnəyə çıxan vaqtda başdaylıqı 50-dən mança, onunki 30-dan mança, ən axırda 10-dan 5-ni, 5-dən 3-ni tallaydıgan şunda qat ötkənlər var emasmı? Bara 10-dan eləqi 3-ni tallaydıgan ötkənlərə kirdim. Şunçilik oңushli qaldı. Özümgə işenç payda oldu. Boldim 10-ның içine kirib boldim. Mən də heç qandaq yıxan yo'q. Mən də endi heç qandaq oy mən qılamayman, ya bo'lmasa mən minsi alamadım deydigan ish yo'q bo'ldi. Mən müştan şey kirgandan keyin o'zimning kuchimning yetishicha eng oxirgacha g'ayrat qilsam bo'ldi-ku deb shu asosda shu ideal tayyorlik qildim. O'ylamagan yerdan balkim rost tirishgan o'xshayman deb qoldim. Onun içinden 3 kirdim. En ahırkı 3'ümüzün içinden Gönjüm bulup çıktı. Xuddi hamma ishlar bo'lsa tushimdikidek qilar. Shu chaqlarda. Shu chaqda sakin turib so'zlarga chiqmasa qanaqa hissiyat bo'ladisa degan chaqda. Voy men tush ko'rgandek his qilyapman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Mening bek ta'lim bor ekan. Sening ta'ling bor ekanmi? Sen tirishding. Senda asli mushundaq bir xil tirishchanlik bor ekan. Sen hammasidan yaxshi o'ynagan, eng yaxshi o'ynagan riyosatchi. Riyosatchilarning orasidagi eng yaxshi usulchi deb shu chaqda sevimli ustozimiz Zhao Zhongshan muallim. Shu chaqda shunday yuqori baho sen Tianshandagi Shulian Huaga o'xshaysan. deb shu chaqda opam mubogan naq maydonda dadam mubogan ularmi degan hayajonlanib shunchalik hayajonlanib ketdi chunki u vaqtlarda naq opamning doktorxonaga yetayotgan mazgillarda shunchalik qattiq og'ir ketgan endi men musobaqa borma deb opam tashlab qo'ysam bo'lmaydi opam men deb doktorxonadan chiqib shunchalik endi o'zi salomatligi yaxshi bo'lmagan ahvol ostidami bir oyda kaynimdan judichu shu yerda unda bo'lgandan u sahnani men hayajonlanib opamga rahmat aytma hammanglarga rahmat aytma deb shunchalik hayajonlanib bo'lib ketdi shu meningki shu hayotimdagi bir unutulg'isiz bir musobaqa o'tmish aslim bo'lib qoldi muborak bo'lsin juma lekin shu vaqtda musobaqani men to'liq ko'rganman men to'liq ko'rgan hayajonlangandim raslan bu harakatlarni siz qilolmaysiz-ku deyman bunda o'ynaydi tez shu ayrim bir kasb-ku umumiy hisobda shunday shu ko'rib jab harjatni bir yetishgan yomon beqiz ekan hisobda men talaylikkanman deb o'ylayman siz shundan keyin to'y qilganmi undan burun to'y qilib bo'lganmi u chaqlar kichikdim kichikdingiz undan keyin to'y qildim ish qilib kichigimdan tortib hozir qadar o'zimmi to'xtamay oilamdagilarning men bo'lgan talab besh yuqori opamningmi yuqori dadamningmi yuqori shunchalik talab ostida cho'ng'ilganchu men dedimku kichikimdan tortib qushlar o'rgangan gongching o'rgangan uni usul o'rgangan hozir chal desangiz chep beralaydim lekin asablarimni akamat qo'limga omg'ilib bak uzoq bo'lib ketdi lekin yana shu chaqlarda o'rgangan bo'lgandan keyin odamda shuning qarta bir xil mehr bo'ldi ekanchu o'ylab qoldim shu asli kasbingiz lekin usul shundaqku naq maydonda usul ko'rib baqsa qanday bo'lar o'ynab beramdi bir o'ynab bering olmi yo'q olmi tutib o'ynab naqsha
Rahmat. Yana bir qitim rahmat. Hojo, nim degan chiroyli usullar deyman. Usulingizni rastga qilsam, yaqindan faqat ko'rib boqmam ekanman, men usul o'ynaganingizdan. Ha, shu o'ylil o'ynayman. Qachon shu Cho'lpon Kal programmasiga qatnashib bir usul o'ynsam bo'ldi deb o'ylab o'tdim. Bugun oxiri amalga oshgan. Bu Cho'lpon Kal programmamizdan bunda burun ishlangan saldirim cho'qim to'liq ko'rdingizku deyman. 10 sondak ko'rgan. 10 sondak sanab beramansa. Ang burun Munira adamnikini ko'rgan, uningkin Abdukerim kamnikini ko'rdim, Qaysar kamnikini ko'rdim. Abekamnikini ko'rdim. Yana ishqib nurg'un san'atkorlarimizningini. Shundan yaxshi chiqibdi ekan. Ko'rdingiz. Xasit adamnikini ko'rgan. Yana shu Nadira Shavkatnikini ko'rdim. Ko'ryapman. Qanday his qildingiz? Mushundaq o'zimizning kasbida muvaffaqiyat qozongan odamlarimizning, cho'lponlarimizning, ustozlarimizning turmushini, ularning o'tmishini, shu jarayonni ko'rish, bilish orqali o'zimizga bir ulgu bo'lsin deymiz. Shunaqo. To'g'ri. Shu anda menmo bugun program qatnashib, naytim xursand bo'ldim. Shundaq erkin ozoda, xudo o'zimninkiligi, uzun yil ko'rishmagan do'stlarim bilan ko'rishib, mungdashgandek, burungi o'tmishlarni o'ylagandek, bir qatim esga olgandek bo'ldim. Rahmat, programmamizni izchil qo'g'lab, yaxshi ko'rib kelayotganingiz. Qo'g'lab ko'ryapsiz bu rostmi? Rosa, qo'g'lab ko'ryapman. Mayaqdan cho'qim diqqat qilib turyapsiz deb o'ylayman. Lekin bizmi qo'shib oldik buguncha. Bugungidak mushta yaxshi kunlarda siz bilan birga mushta ham suhbatlarda bo'lib, bollig'imizdan asliyaligimizdan yana bir qatim mamnunlik ilkida o'ltiryapmiz. Endi shu programmamizdan cho'qim to'liq ko'rib boqqan bo'lsangiz bilasiz. Programmaning muqim so'raladigan 8 savol bor. Shu 8 savolni muqim sizdan so'rayman, rostchilik bilan javob berishingizni umid qilaman unda. Dadamni qo'rqitsiz? Bular chata chiqmaydi-ku? Yo. Birinchi savol, siz bu yil qancha yosh? Of. Shundan o'shdim misolga javob berishga. Qizlarningki yishini so'rish faqat bo'lmaydi deydigan gap bor. Bu bor. endi programmamizda unda qoida faqat mavjud emas, qarang. Hozir qiz o'g'il deb ayrimchilik qilmadi, qarang. Bilib hozirgi davrlarda Amsa men sizdan so'rab baqay-ya. Siz ilqi meni burundan tondiyma deydigan ongni qalingizdan chiqarib etib, mushta qarabli o'zingiz bir baho berib beqha. Mushta birli qarabma ya tepsiga qarabma. Birli qarab. 25 atrofida. Men ishda ko'rinsiz. Rosa. Yo, Allohga bir xo'sh qo'yadi odam. Ko'pdan jumaliki yog'in ko'pdan emas. Bir qarashlam 25 yoshlik bunda yangi oliy maktab bitirib chiqqan, yangi xizmatga o'rnashgan bir qizlar o'xshaysiz-ku. Men odatda turmushlik kiyimlarni kiyib yursam, ko'pincha odamlar shuna deydi. Ba'zi chaqdiliqi o'zimimda shapkilarni yaxshi ko'raman. Kiyilib, cho'qaylar bilan yursam hammasi shu oliy maktab o'quvchisimi deb so'raydi. Endi lekin yosh degan odamga qarab turmaydi ekan-ku. Yosh o'taverdi ekan, yishimiz cho'ngayver ekan, lekin o'zimizning qalbi ya shu go'daklik, bolaligimizni saqlab qolsaqlar, menga qiyirmaydi ekanmiz. Menga o'zimni qiyiradiganim emas. Lekin hozirgacha o'zimni shu ayni vaqtdagi shu maktab bitirgan holatimda debla shunday bir xil o'ylayman. Vaqt degan shunda tez o'tadi ekan. Siz qancha yosh kirdisiz? Siz mendan so'rab, ishkal olmaysiz.
Rost demdi. Rost deysiz. Turmush paranlashqandek paranlash sizdan boshqa. 30'ını açtım. Shu necha? 30 qo'shilgan 5 qancha? Ya 35. Odamning eng qiran vaqtlari hisobimda. Yaş degan faqat sansiper xolos-ku. O qanday tutish, o'zimizda qanday saqlash, bu o'zimizga bog'liq ish. Ayni vaqtda bunda diqqat qilgan bo'lsak, opalarimizning davrida 35 yosh kirdi, oposhga deb ketadi. Hozir malla emas, 35 kirdi, hatto 35 dan oshgan xonim qizlarimizga qarasak, shunday yosh. O'zi shunday yaxshi saqlab qolgan, xizmatdimi shunday yaxshi ishlayotgan, oilanimi shunday yaxshi tutayotgan, o'zining go'zalligini, badan qiyofatini shunday yaxshi saqlab qolgan. Bu odamningki kishilik turmushga bo'lgan bir pozitsiyasiga bog'liq ekan, shunami? To'g'ri, to'g'ri. Bundan texmi go'zal bo'lib ketishingizga tilakdoshmiz. Ikkinchisi unda bo'lsa, hozirgi oila ahvolingiz to'g'riliq so'zlab bering. Yo'ldoshimni haqiqatan hamda onun aldığım o televizorlarda bir tanıştırıp kıldı hem de bizimki Şinjan'dan çıkan Uygurlarning arasındaki bir yaş uşkuçu aeroplan başlığı ismi Abdurşit Ablat. Özüm onu aytdım kilişken, edep ahlaklı, pozisiyasını aytdım yaxşı, stili yaxşı, her cihetlerden şunçilik bir yaxşı, münevver bir dada, münevver bir uşkuçu, münevver bir yoldaş. Programımız namıdan hürmetimizi bildirmez. Rahmet. Selamet olun. Nasıl kaldırınız şu isimleri? Mening ikki o'g'lim bor. O'zim kichikli to'y qilgan bo'lg'achqa, cho'ng bolalarim ishga cho'ng ketib qoldi. Cho'ngi 7 yosh kirdi. Siz bilan tag'. Cho'ngi 7 yoshga kirdi. Kichigi endi 2 dan oshdi. 2 o'g'il. Cho'ngi maktabga kirib bo'ldi endi. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Rahmat. Qanday savollar qiyin ekan? Shuni olsan ekan-ku. Asaraq savol degan birini so'raylik. Yo'ldoshingizlar qanday tanishgan? Yo'ldoshim endi burundan tatmin taniydi ekan, tuqchu. Aqsan shu yo'ldoshingiz bir kichik vaqtdan tatib sizni. Ana programmamizni ko'rib cho'ng'gan deyishlar. O mashindaq deb turwaga ayni vaqtda. U vaqtlarda mana ishkirlarga qatnab ishkirninkilik programmalar qatnashgan vaqtimda. Shu aeroplanda tanishib qolgan hisobda. Qanday bu shofir o'tadigan yer o'tkil bo'lmaydi. O'tkil bo'lmaydi, lekin biz ishkirga berib qaytib lodi bo'lgan chog'da aeroplan. Tushadigan vaqtimizda ba'zi vaqtlarda jijanglar chiqib, hujashlar chiqib, safaringiz ko'ngillik bo'ldimi, avaylab men deb Xasdan chiqib ketganda shu vaqtda shu ko'rqoq o'xshaydimi deyman. Shu chog'da shu qarsam aeroplan eshigini oldida turibdi ekan. Bundaq salom qilganda, bundaq qarsam bu Uyg'urmi deyman. Ajab qamlashqanka, Uyg'ur yo'qku, balki bu ushquchilarning orasida deyman. Lekin qarsam degan burunlari egiz, shunda bir chiroyli bolada endi. Ajab qamlashqanka deb tushib ketib qoldim. Keyin undan keyin bir fursatlar bilan shu tanishib qoldik. Veshinxon tashlab qo'yib ketibsizmi? Shunday bir ishlar bor o'xshaydi. Men bunda o'ylayman, bu odamningki turmushidagi ba'zi bir yuz berayotgan ishlar, shu siz shu ishlarni xiyol qilsangizmi, shu ishlar yuz berib qoldi ekan-ku. To'xtama xiyol qilibsizdan ashdan. Yo'q, men kichik vaqtimda sizga dedim-ku, kichik vaqtimda mening dadamning aeroplan deydigan og'illari bor-ku. Dadashlar uyga keladi, ayni vaqtdagi tunji ushquchilar. Dadamlar bilan ko'rishib, ayt bayramlarda ushquchi desa, "Uy, ushquchi nima degan aeroplanni qanday deydigandi?" deb shunchalik bir xil havas qilardim. Undan keyin o'ylamagan yerdan o'zim havo armiyasiningki askar bo'lib qoldim. Garchi u aeroplan deydiganlarning ushquchilarning keyin bo'lmasimi, lekin bizga shu fursatlar bo'ldi. Shu harbiy ushquchilarning aeroplan o'ltirib, namina uchib, namina o'yin qo'yib judoq. Shu chaqdimi shu ushquchilarga nisbatan mening hurmatim texmi oshdi, texmi qiziqdim. Keyin bizningki idorada ushquchi boshlig'imiz botdi, ayol kishi-chu. Uyga taklif qilib, bizningki ishxonadagilarni chaqalliq yetlab ketinglar deb taklif qilgandan keyin uyga bordik. Barsaq uyda sap ashu bir ushquchi bolalarning surati, shunda qamlashgan bolalarning surati isig'liqga. Hammasi ko'zingiz tushdi. Şuna oy bu kim o desem, bu oğlum deydi, bu kim o desem, bu cihanim deydi, nimi degen qamlashqan chiroyli bolalardi. Biz uçudiganlar bolalar ki. Baş qilib, mayli xizmat jihati olsun, turmush jihati olsun, uchrabladı tudi shu mezgilda. Shu chaqda bir xil ko'nglimga tushib qoldi, vi ushquchi nimi degan payzi kim men to'y qilsam ishda, ushquchilarga tegsam deydigan. Shu vaqtda shu birinchi qatim shu an paydo bo'lgan menda-chu. Yer shardan tatish kuchi bo'ldi. Shuni bilan u yerdan yondiq. Ondan keyin xil yillar o'tgandan keyin, ondan keyin mushta bir fursat chiqdi.
qilib yo'lishim bilan tanishib qoldim. Da siz baş talab qo'yibsiz deylik. Bu gapingiz faqat bo'lmadi. Bu sizning orzuyingiz to'sar ekan. Tanishgan vaqtda shu ikkimizning tortish kuchi tangli qo'zg'algan bo'lishi mumkin shu vaqtda. Tangli ig'iz ichibsizlar-da. Tangli ig'iz ochmadik, shu tanishib qilib, bara shu, bu mening ta'lim, ya'ni yo'ldoshimning ta'limi. Siz qancha xil karton obrazini doğrayalaysiz? Naq maydonda doğrab ko'rsatib bering. Chiroyim qarab baqa. Men kim? Ama bir, ikkinchisi. 委屈妈妈，委屈妈妈，今天学校有家长会，你要参加吗？ 大头儿子。 Üçüncüsü. Dada, bugün bakıcıya baraylı. Siz bizi ne yapıyorsunuz? Dördüncüsü. Ya otta topun niye? Ya otta. Oyunma kırmızı. Koydun otta. O kolu bile koyun. Beşincisi. Şu aka tamak yevilim. Hey, aldırmangla. Bir az aramalaylı. Altı. Yetti. Teşekkür ederim. Rahmet. Ovozingizga til tegmasin, ko'z tegmasin, chiqib eshitdim tegmasin. Rahmat. Sizmi kichik balani doğrayalaysiz-ku, esingizmi o'tgan yil karton degan naqshni aytgan vaqtimizda. Men faqat esimga olmayapti. Shu chaqda ikkimiz tam aytgan vaqtda yilqi unga elayotgan bola ishkanlarning ovozi o'xshash chiqib qoldi degan. Doğurgan yinsi o'xshash chiqib qoldi degan. Bunday gap qilgan obrazlar. Andike shu Guangtou-changnikida men berdim. Chichig'ingiz chiqib qoldi-da. O'shandiki sizniki obrazlaringizni doğrab bering, rasa shu naqshidagi. 我是不是很聪明啊？ 来了，就。 嘿，来了。 Ekranda ko'rmalarimiz-mi? Balkim to'liq belgilanmay qolgan bo'lishi mumkin. Yaqinda men Nadira Shavkat bilan birlikda bir karton temisidagi naqshni, ijodiy naqsha, ya'ni o'zimiz yezib, o'zimiz Nurali o'zi yezib, o'zi o'rinlab. Nadira Shavkat bilan tang e'lon qildik. MP3 nusxasini e'lon qildik qo'y hisobda. Bu naqshining putib chiqishida Shinjan Xonbuoq savdo-sotish shirkatiningki alohida qo'llashi ostida chiqdi. Ya'ni o'sha Shinjan Xonbuoq savdo-sotish shirkatiningki birdan-bir markasi karton. Karton markasi mana bugungi bizning tojdorligimiz karton markasi. Shirkatningki vakil xarakterlik naqshasi shundaq bir talab bo'yicha aytilgan naqsha-ku bu, yozilgan naqsha. Ko'pchilikning ham yoqtirib olishini umid qilamiz. Mush fursat ras mishada bir yetib baqqandik ya shu naqshini. Shunday men meliq bolalik vaqtim shu naqshon yetgan vaqtimga bir qaytib baqqim bor. Men shu naqshamga o'zimning naqsh, o'zimni o'zim maqtag'anlik emas. O'ngsam, o'nglig'im keldigan bir naqsh bo'lib qoldi-ku. Balkim ekran oldidagi do'stlarimizdan ba'zilar anglagan bo'lishi mumkin, ba'zilar yana anglamagan bo'lishi mumkin. Agar fursat bo'lsa bugun bir ishimiz aytib baqqandik. Amsa mush kiyimlarni alam aytamiz. Bir almashtirib, ko'pchilik yaxshi ko'radigan bir siyoq kirib turib aytmasak. Aqsa burungi qaydini buziblan ma programmada. Unda bo'lsa 5 minutlik dam olishdan keyin o'rinda o'taylik, ya. Bo'ldi. Şolpan geldi. Gözümü asam, kolumda seni asam, kanmay qarayman sana karton. Sonkamga qarasam mı, kechda uxlab yatsam mı, yutmaydi ben hemmisi karton. Kichik bolaman, emasman, Ba'zida unchuk qolaman, so'nuqunda kam o'chiman, oldimanda kam botirman. Karton, nish bilan chashqancha, karton, iyik bilan to'shqancha, karton.
hazır Desirak bo'laman 我是不是很聪明啊？ Dolayman Onunğa men amroqman 你来了， Naruto'dak Chidamchan qahraman 我 bo'laman 很勇敢哦。 Endilikda biz Karton bilan siz Hammanglar jo'r bo'lib Xushal o'ynaymiz Nadira, Nadira, Nurali, Nurali. Endi biz Qiziltin rasmiy boshlaylik Karton, karton Mushuk bilan chashqancha Karton, karton Biyik bilan toshqancha Karton, karton Shiyangya ham qo'zichoq Karton, karton Mening do'stim kartoncha Karton, karton Mushuk bilan chashqancha Karton, karton Biyik bilan toshqancha Karton, karton Shiyangya ham qo'zichoq Karton, karton Mening do'stim kartoncha Karton, karton Mushuk bilan chashqancha Karton, karton Biyik bilan toshqancha Karton, karton Shiyangya ham qo'zichoq Karton, karton Mening do'stim kartoncha Karton, karton Siymonlashtirish bek tez keldi. Shundayman. Neydi ya? Shunda O'zimiz birdan maqtay. bek oyoqlanib ketdim shu. Talab qaram chiqib Ayni vaqtda shu shon yudimo nurg'un balalar naqsi barliq kelgan. Shu fursatdan foydalanibda balaliqim yana billa o'ynayli ish qilib nurg'un naqshlarni aytqandiq. Shu chog'dagi balalarimizni aytdim yaxshi ko'rib anglagan. Endilikda shu xili uzun bo'pti-ki balalar naqsi aytmag'ili. Bu da ma fursatdan foydalanib bugun sakindim o'rinda oldik. Shunchalik hayajonli ketparman. Lekin o maqtarimizni yaxshi moslashib berdi. Rahmat javob chekdinglar. Rahmat, undan sonra keyingi davomliq o'taverayman. Kayfiyatlar yaxshi qoldi. Hozir naqshlar bilan 5-si deydi. Siz tamoq etishni va uy ishlarini qilishni yaxshi ko'ramsiz. Odatda jiq ko'rmalarning his qilishicha, shu ekranda ko'rgan cho'lpon ayollarimiz bo'lsin, qizlar bo'lsin, bular bek akin oynaq. Aqchan uydim ishmi qilmaydi bular. Ekran qilib chiqsa bo'ldi. Ekranda so'zlab o'ynab tujusi bo'ldi deydiganlar ko'p aqchan. Do'stlarimizga tushuncha beraylik degan maqsadda bu savolni chiqargan. Men oldi bilan o'zimningki bir ayol ekanligimni Ergiz unutib qolmayman. Ayollar degan erlar bilan birdan-bir farqi, cho'qim o'zining go'zalligini har vaqt saqlab turishi, ayol kishiga xos noz bo'lishi, oilada bo'lsa bir onaning rolini o'ynay olishi kerak. Shunaqo biz ham mangu qiz betib turavermaymiz, mangu yolg'iz to'y qilmay, balaliq bo'lmay yuramaymiz. Cho'qim kunlarning bir kuni cho'ng bo'lamiz, to'y qilamiz, balaliq bo'lamiz, hatto navirlikmi bo'lamiz. Shunga bularning hammasi beshimizga kelgan kunlar. Unda olgandan biz o'zimizningki majburiyatini unutib qolmasligimiz kerak. Biz mayli o'rlab osmonga chiqib ketaylik yoki bu go'zallikda bir qanday bo'lib ketaylik yoki xizmatda bir utuq qozonib butun odam taniydigan cho'lpon bo'lib ketaylik, lekin biz yanala ayol kishi. Mening burundan tatib oilamningki tarbiyasimi, kichkimdan tatib qiz olgan qizoldek bo'lishi, uyni pokiz tutishi, tamoqlarni yetarlishi, kuyimchan, mehribon bo'lishi, nomuschan bo'lishi, bir gapni qilib qo'ygichiga qarab qizdirib turishi deydi. Endi cho'ng'ilgan siri balkim xizmat u bu narsalarning ehtiyoji bilan unda bek qizdirib ketadigan holatni tashlagan bo'lishimiz mumkin, lekin yana shuningki tariqasida cho'qim o'zimizning yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Shunga menmo başta to'y qilgan vaqtda mening yo'ldoshim g'uljidanchu, qiynapamlar hammasi tegitakdan g'uljilik. Unda olgandan sizlar bilsizlar g'uljiliklarning kelinga bo'lgan talbining qanchalik yuqoriligini. Biz yangi to'y qilgan chaqda qiynapamlar bek isil o'g'ashqa bolasimi shunday yaxshi xizmatlarga o'rilishib, shundan yaxshi ketib beradi. Shunga qiynapamlarmi o'g'limizning xizmati alaydi bo'lgandan keyin putugi put bo'lalaydigan, qo'liga qo'l bo'lalaydigan, uyga kelsa issiqqina tamoqni etib, oldiga akilalaydigan, holiga yetalaydigan bir qizni topgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi deb ashtaq orzu umidlar bor ekan-to'q. Keyin undan keyin riyosatchi Nadira Shavkat bilan tanishib qoldim, aralashyapmiz, to'y qilaylik deb o'ylashyapmiz degan vaqtda bir jihatdan shuna qo'shibdi. Voy bu bolam qanday qilib bu riyosatchi qiz bilan tanishib qolgandi deb. Undan so'ng qiynapam burundan tatib, mening programmamni ko'rib chavobdi. Ish qilib programmamni pek yaxshi ko'rdi ekan-ku. Undaq bo'lgandan keyin voy bu Nadira qanday qilib tanish qolgandi bu ishkisi, ajab yaxshiyapti deb
Bir chetdan shunday qo'shibdi. Yana bir chetdan voy bu o'rimchilik qizga, uningdan bundaqla menmanchi bo'ladi. Endi ularning nazarida bulaylik sirt tili xizmat bilan bo'lgandan keyin oila ko'ngil bo'lib bo'lmaydi. Uning ustiga urumchilik qizlar degan tomoq etamaydi, kir yuyamaydi, uy ishini qilolmaydi, akin oynoq cho'ng bo'ladi. Bolam qiynalib qolarmi? Biz o'ylagandek uyga kirsa issiqni tomoq oldiga kelalarmi? deb ashta bir xiyollarni qilib ketibdi-ku, ansirab. Shundan keyin to'y qildik, to'y qilgandan keyin yo'ldashimga suyruqlar meni pek yaxshi ko'rdi. O'zim etib oldiga akasam tunji qatam tomog'imni yegan kuni. Bir yeb ketdi. Bir cho'qin yedeli qaynapamga telefon qildi. Appa, mushtaq nanash deydi-chi, men uyda akilib tepamiz nanash deydi. Mushu nanash lag'ma etibdi-ki, shunchalik o'xshabdi desak, moyoqda qaynatam eliq telefon o'yinimda qilib anglab turibdi-ki, ikkisi degan anglab qo'shilib, appamga telefon qilib, "Voy rahmat, bizga hech nim kerak emas, mushu o'g'lim uyga olsa, issiq tomoq etalaydigan bir qacha tomoq tayaqlalaydigan qiz usulti degan to'q hanim bo'lsa, qizimizni bax xo'sh oldik" deb shunday xo'sh ketibdi-ki. Bir suyruqlarni bilan oldi o'tdingiz. Kaydiga ni tomoqlar bor. Shuning bilan ularning menga bo'lgan xato nimasi o'zgardi-da. Hatto Ko'z qarashi o'zgardi. O'zgarib hozir buni. Ish qilib uyda o'zimningki ayollik majburiyatimni yaxshi ado qilib kelyapman deb o'ylayman. Shunga yo'ldoshim meni hozirgidek xotirjam, yaxshi uchyapti. Eng oxirgi savol. Savolmi emas bu buyruq. 8-siz nima sizcha? Siz iliq tuyuqsiz bir savollarni so'rab qolgan ishingiz. Odatda biz mana shu 8-siga ko'p iqtidorli artistlar qatnashganlar bo'lsa, mana programmamizga asos jihatdan mana har jihatdan yetilgan, har jihatdan bizga ustoz bo'la oladigan artistlarimizni, cho'lponlarimizni taklif qilyapmiz-ku. Naq maydonda bir nomer ko'rsatib beradigan yoki bunda etot xarakterli ko'rmanlarga bir kuldirga ato qiladigan manda jihatdagi bir ishni qistirayotgan qarang biz. Men bir chaqchaq so'zlaydiganga o'rlashtirayotmagansiz. Rolmi olasiz ancha-muncha. Onunda xabarimiz bor-ku. Usulmi bor, hamma nimada bor-ku siz. Bek maqtab etdingiz. Rost gapmi? Ko'rmalam jiq biladi. Shunlashqa mishada naq maydon tayyorliqsiz bir etot o'ynab baqsaqmiki deb o'ylab qoldim. Etotma. Şolpan geldi. Canjib kamida. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz? Siz Dilrabo bilamsiz? Ha, siz Botir emassiz? Menga Siz Botirmi? Yaxshimisiz? Sal kechikib qoldingiz-ku. yaxshi men o'sha kitob olaman deb taqamish kitoblarni bek ko'rmayman odatda. Siz o'rganishga bek amroq ekansiz-da. Nima kitob ko'rsiz? Odat lug'atni ko'rib til o'rganay debman. Lekin qarsam tomoq etish risolasi deb turamdi buningda. Yo'q mama, mana 20 tomoq etish risolasi bumi boshqa tilda-ku. Shuni tomoqdan o'rganay deb qo'saq sal amroqman. Ishkimizdan bugun tunji qatim ko'rishimiz bor. Ha, tunji qatim. 5ni hisob qilmaganda. Lekin shu naqshkiga degan ajab bir kechikib ketdingiz. Qizlar unda kechiktirib bo'lmaydi. Yo'qmi kechikmadim. Ishdan kirib olsam bir tavoyan bir bola bor ekan-da. Oldin ko'rib urishib foyan bilan beka ochig'imni keltirib. Bu nimda urishib qolinglar? Men emas. Oyada bir tavoyan so'qish etibdi-ku foyan bilan. Choshlashib, mo'shlashib toza gum qo'yib. Men qarsam ishni oldin to'sib oldi. Bunda qirib kirmasam kiramadim. O'tama kirma desam, odam kirgil qo'ymadi. 20 soat turdim eshada. Ondan shu 20 soat kechib qoldim qarang. Bu ishqisi yo'q. Bir narsa ichamsiz. Ichma? Kafe buyurtib qo'ygan mustaqba. Muzma? Voy, muznasini ichmang hozir. Nimishqa bu kunbek issiq tursa? Sizni doktor deb olgandim, gelingizga ziyon qilmamdi. Qo'yishim bo'lmaydi hozir degan sirqi chiqsangiz 30 necha gradus. 40 necha gradus bo'lsa-mu, bundaq 9 graduslik narsani ichsangiz bo'lmaydi. Hamma bug'un keldi taqdim. Bir narsayamsiz. Siz yamsiz? Men chomifa yeymiki? Hozir qizlar chomifini bak cho'ng bilib ketgan, lekin chomifimi odam badaniga bak ziyonli qarang. Uni chomifa yeganda rasmiy mifa yesangiz yaxshi emasmi? Men odatda shu chomifani bekrak yeyman. Hozir bu oshxonalarda pechet bezib olgan bilan naqchan chomifini sotmaydi bular. Men kecha chiqib akirib beraymi bo'lmasa? Nima akirib berasiz? Chomifa akirib beram yegingiz bo'lsa, lekin bak ziyonli desam faqat gapim kirmadan siz. Men bog'ladim birini qilib bering, xafa bo'lmay.
Bağladım mı? Ay ismingizni Botir dedi ya. Ha, Batur ne? Rus Botir ekansiz. Batur. Botirjon menga ish bog'ladim, birini qilib beramiz. Ha, maqli, buldu. Avar qilib qo'ydigan bo'ldim. O yo'q. Bek saqlab etmagamsa. Kitabım mishada turib tursin hamsa, ha? Ma'qul. Miyada adabsizlar bo'lib qolsa, menga dang telefon qiling, ha? Ma'qul, ma'qul. Qandaguya va so'qqab ko'zi yo'qmi deganga qarab maqsamamda. Soat nechuk ketib Dilrabo degan qiz olib mushakildi, da'at nada o'taganda. Ye? Chesta qizning bir turdigan shu o'xshamamda. Yaxshimi xon? Dilrabo siz shu ha? Aman. Voy esi mana men muborak shu. Muborak. Muborak bu Saatbek boldur kelib oldingizmi qanda? 6da ko'rishimiz deyishgan. 6da? Mata siz Beijing vaqti ishlatdi deb men shunyoq 4 ga olibdim emasman. Ya, hozir men bir do'stim bilan bu yerda ko'rishayotgandim. Ya siz mendan boshqa bir odamni yo'l qilib Yo'q, savoqdishim. Voy, bu o'tirimiz Beijing o'tirimiz chaqiring ha. Do'stimni bilan chaqiraymi ya? Qizmi o'g'ilmi? O'g'il bola. O'g'il bola? Savoqdash. Ya, unda ko'rat. Siz boldur kelibsiz ya, sal turib kelamdingiz ya. Yo, siz bir kun ishga o'g'il bola o'ynaysizding ha. Undaqa emas, xato tushunib qolmang. U savoqdishim bilan biz pek yaqin o'timiz, ko'nglimiz yaqin. Men uni o'g'il bola deb qarab ketmaydim. Ayla o'zingiz ko'rsangiz bilasiz. Ha, bu yedi. Ma kimmi ma'vo? Mening savoqdishim. Savoqdishim? Hey, kim sizning savodishingizga? Yo, aba soqqan, aba qarab. Ey, men sizga degan ishning oldida foyam bilan so'qishgan mush tavoyan shumi shu? Savoqdishingiz kim ha? Ikkimiz savoqdishim uzoq o'ptika ko'rishmagali bugun tomoq yeyib kelgan. Ha? Savodishim deysiz-ku? Savoqdash-ku. Ha. Qatmay o'tirib qarang. O'tira. Nima ko'tirib olding ya qulog'ingda? Bog'la. Bola? Muborak o'tira. Nima bola degan? Somiy Nima buyurib endi buning ismi ne? Muborak. O qiz ekan qo'y, Muborak degan qizning ismi-da. O'g'il bolaning ismi. Ey, to'lab menga adabsizlik qilmajimi? Yana bir qitim qilib baqa. Qanday qilisha? Yana bir qitim Qanday qilisha? Yana bir qitim qilib baqa. Yaxshi, chinda kuylatib qo'ymayman. Botirjon. Botirma mana ismi deqa. Ha? Ismoilov ekan seni. Ey, Muborakni yaxshi anglana. Nima bog'lar degan? O'ta. Somiydan yepaqamsiz? Yo, men Rahmat, Yo, Botirjon. men gri aramış Tomifma keldim, men ishtaga Yo'q, o'tib men o'zim buyurtgandim Somiydan yeyma deb. Ayollarning ko'nglini ilishni bilamsa, ha, nimani qoldirsa shuni qilib beraman. Baxchimiz qilma, buning kuydimi ani? Nima qildim? Bo'ldi. Muborak. Biranas ishchamsiz? Ya men, ya Ajab ko'ngil bilibsiz-ku buningga. ben jumotraman ben. Qo'lan shiltima gaqil jumasan. Ya o'ylagan qarang. Bizda bu yer azaq qo'zaqni to'yg'izib, bir dibala berib kechdi, ampay qilib ichidan narsalar bilamdi. Diba? Diba? Lükçek. Men qopilmaysizlar. Bugun men faqat shikanglar bilan bir bunda ko'rishib, gapimiz bir yerdan chiqsa, undan keyin asta-asta bir tanishib qilamiz deb o'ylagan. Ikkimizning gapi bir yerdan chiqib bo'ldi-ku. Lekin ishkinglarning vaqti bir yerga kelib qolgan nima? Mening bilan siz to'y qilish uchun ko'rasizmi? Ya bizning tunji qatim ko'rishimiz. Qo'lan tartishibman. Mening bilan ergiz to'y qilib qolmoqchi, sizga tegamsiz, olamsiz buni. Ancha sen gitcha. Ishkinglar qattiq xato tushunishib qolmanglar, bir o'qishmas bo'lib qopti. Asli bu yoqni sog'dishim emas, qarang. Asli mening bir do'stim ishkinglarni menga tanishtirgan. Mushkis bilan bir ko'rishib baqqan bo'lsang deb. Kimga tan desaylar sizda? Yo'q, emas. Atgan vaqtim chiqmaydi ekan. Shu bugun bir kunga ishkinglarni tang chaqirib vaqtinglarning birga kap qilishni o'ylamabdiman. Men sizni Urumchi vaqti kelsin, sen Beijing vaqtida yugurib kelyapsiz. Shunamdi. Faqat vaqt ko'z qarash yaxshi emas demikan bu. Endi bu tunji qatim ko'rishimiz bu 3 yilimizdagi. Shunamda qaysinglar bilan mijozimiz kelishib, obdan bo'lsamdi shuni qarab turib, bundan keyin aralasak bo'ldi deb o'ylayman, lekin Men sizga desam-chi, qarang. Har qanday askishlar mushtaq lükçek ballardan chiqadi. Men sizga deydilar, aba, manda odamni hargiz o'ylashib qo'ymang. Bo'ldi, misha tikishini to'xtating, men bilan to'y qiling. Ha,
Sen bir oturak neymiş oldu? İkimizin tek tunca qıtın görüşümüz, ben sizin tek düşenmeydiğen tutsam. Ya aldırma Hazırla şunu. toyunun gipini çıkarsınız o. Dilraba ben sizga desem bak o yürüyüş, düşünüş degeni toy qilib, aniki aldırma, Paris, sayohat qilib tushunishib olamiz deyman. Paris deb. Sendekiler çok ara yançık bulmacan pul yok. Ne nedik Paris'e bu? Böyle chiqib baqaylan ish pulni. Yaptım baş neresi yok, bana uyda okudunuzmu? Bunun olsa kalenda öbürü deb gitsin. Kitap degen çok ara bilim, til tekkizme. Tilan kis. Fatırcan, sizin hizmet ormanız. Ben yazgıcı. Yazgıcı? Sen yazgan bunu alamda kakla. Alanda. Şimdi belki sen yamrı kıtın da baka. Siz neymi hizmet kılsınız? Ben taş sodası kılım. Bunda taşçılarının o yaxşı yok. Gelinglar yaxshi xizmat qildinglar. Mijozinglarni sal o'ngishvotsanglar, o'zinglarni bir eg'ir bisiqlik bilan tutib el. Ben toy qilmayman desa, bir ömrümizde çamifı yapdı deb gitsiz cuma. Ay ben şu. Ben böyle toy kısınız mı çok karang. Oo, jirak yerlerde apağıçlığım ba, menin pulum ba. Bunda. Sonrasında. Tapencim ekip verme. Yo'q, narsa Ulan gapirdi ekansan. Xapamaysilar, men bir talog'i chiqib bir telefon yuborgan bo'lsam, men sizlar paranglashtiringlar. Hay, avaylap menga. Bakın. Buldun. Ne var çamifılarını? Bunu çok ara. Kelgisideki aşkımga ağan. Onda yavanmayma sen şey yoğan koysak emesme. Yaxshi qildi ekansan. Chiq baqayjig'on Dilrabani aqdidan harakatdi. Çık bak ayda yağın kuyungan boyulib. Ya Dilraba, Bir? Bu neymiş çıktı da? Hey! Hey! jinim qarang nimda chiroyli qo'yaning gullari. Aycan, jinim shundan 10 qitim kelganimiz mushu bog'chaga, ko'shkishi mushu bog'chaga Bu jinim mishboqchida odamlar eng oz, mikroblar oz. Ular jiq odam bilan bo'lsa mikroblar biz bo'lib asan kesa Shunda bo'lib qolmaydi. zerikdim, boshqaga yo'qmi opirdigan. Voycan, nima bo'ldi jinim? Kimim ko'kib ketdi. Diqqat qilmamsiz deyman jinim. Bo'lmaydi, ishmaydi. Haqqas qiling jinim, bunday ishlar kuydirib olsangiz bo'lmaydi. Qimmat olgan kimlar tursa jinim. O'rindiq paketidan o'tiramdi. Ma'qul o'shada o'tiraylamsa. Bu kunning issiqligi jinim. Qarang qushlarga jinim. Ay, bundan yeydigan nas ivomidixma. So'mga qarab yo'q, yeydigan nas bormi? Shu atigan nona olgan jinim, nonni yeb bo'pdiq. Jinim onlarni atdiganda o'zingiz uyingizda atgancha chilab yeb olasizmi? Jinim, hozir bizga eng foyda qilgan narsa shu nonni bo'lka yeymiz, uni yemasak samirib ketamiz Jinim jinim. shundoq tomifligim ko'kib bordi, bir yerdan tepkilan olsaydi daraxtning soyasida o'tirib yeb olay. Jinim, lekin buni ichida yomon qimmatga somifan siz 18 ko'rsat qo'yasiz, 36 ko'rsat yetib olsa jinim, pul isrof qilmish qilmaysiz. Ay, smoqlashda pitilik qilamsiz yoki jinim, bunga o'zingiz isrofkorlik ashtaqmi? qilmaslik jinim, bu petilik emas. Abay biz kirgich bog'chadan oldi bir somifan qon barkan to'q, o'sha dikil chiqib qarab boqaymi? O'sha ag'achga siz o'tirib turing jinim, ha? Jinim so'mkini evilinga. Men ko'tarib olaymi? Ma'qul jinim. Benimda issiq qo'ycan. Ha, adaşa. niye saldın ki? Oo, be ben Çok barmen ezik. dedim. Can, ben barmen. Ha. Oyo. Adaş, ben keçti baray keçti makul ha. Makul emsa, makul. Ham ya adam ama. Adam yo'q. Deyman o ben. O'zingiz yog'izmi? Yo'q. Mobitim bilan kelgan. Ay, yağın yakın bana. Yağız kızlar ottasla mabtım bağlam deydi kenço. Mobitim bor. Ras bağma ya. Rasba tomifini og'il ketdi. Oy yo. Mişad oturup somifi yeysizler. Deyman ben. Bir ishingiz bormidi? Yomon chiqib ketdingiz ku. Ya ben mişad ödep kitip bağanda mında qarsam yomon chiroyli ko'rinib ketdingiz da bir xil. Şuna qilib qiziqib izamcha. Endi bunda yog'iz o'qib qolsam, men yog'iz o'qgandan keyin ishki yog'iz bir kesib yog'iz bo'lmaydi. Mobitimdan kelgan vaqt bo'lib qoldi. Qandaraq bo'ladi sizning muhabbatingizda qandaraq tayyorlik Shundoq bo'ladi. kelishgan. Shundoq Botir. Ismi Botirjon. Uy. Nasıl yo'qanda? Shundoq kelishgan. Men to'l chaqchaq qilavermanjimi, bo'lmasa muhabbatim kelib urvatmasin ya sizni. Uruydigan
Unda baladan emas ko. Kelgan vaqt qoldi xapamay ayıq berib o'tiramsiz, xata tushunib qolmisiz yana. Ya men deyman ko, ham boshqa maqsad yo'q ko. Hozir mush bir qo'laylik bo'lib ketdi degan mush vishin degan narsa-chu. Birlik qo'shimiz shuningda paranshirib qolgan ishlarni o'zimiz to'g'rilsak bo'ldi-ku. Siz nima demoqchi? Ya deyman mush vishinga qo'shib olsak deyman ko. Telefonim sumkada qolib ekan, muhabbatim sumkamda ketgan. Oyo, mabdim deb. Jinim. Yechinim keldingiz mi? Acib yaxshi tanıdım ben. Uruş kaldım daha ya ama kımmet it oldu uyadım o. Şu an bomba yenik çarşı kırıplar New Benjamin'den ya ağaç kırdım. Canım. Muşuma? Tommy yüzüm battı mini. Muşuma? 15'lik Tanımayma canım. Bu şey hep oturup aldı. Ben ortadan bir iç kırık kalmasın bunun. Ama New Benjamin'in başı yerim değil. Acib yaxşı. Yerim niye? Oy pek azgı canım. Ağzından sokunan yerim. Açık mesela bu ziyan kudur. Bir şey oturup New Benjamin eysile. Siz kim bulsunuz? Ben üzem. Canım tanımayma. Bırak işiniz bağlam yerde. Ya tanımayma deysiz o abaydık tanış bulduk ko. Tanış buldu. Pek bizden bolke. Kapmay ayaq berip oturamsız xata tushunib qoldi muhabbatim. Because sizni urvatmisin yana bek ochiq yomon. Urvetmisin? Ne ayışma? Siz aklınız kırıldı ama o. Çok botudu. Çınlap öttürüyordum cuma ama. Kim ya? Canım kütüyle o yok kütüyle. Sen bizi bozak kılmak için mi? Evet şimdi sen ma? Yok Kila. Sen beni olmak için ha? Canım. Yemiş kavatsız Baturcan. Canım biz özümüzü koklaşımız gerek bunda eskiler. Siz özünüzü qoğdap beni kendime diyorsunuz. Ben neye varım ha? Beni urvası qanda qılım ha? Uğramaydı o canım bunlarla. Beni qoğdamı gitsin. Benim kendim götürüp barda. Uf, yax ben tanımayım bu balını. Ha canım. Akılına sokkamını. Vişin numaramı sorgandınız bu. Canım. Bana benim vişin numaramı. Canım. Kimin istemem? Neşeli şeyle hoş. Canım. Deyme koşuyor bir mızlak sırak şunda mı? Ya daş. Ya bek peştim bir sol dediğine hazır. Rahmet. Tuncu qıtım ito toyuşum cumu. Lekin feyz oldu ya. Yaxshi oldu. Asas maqsad ko'rmanlarga bir xo'shallik ato qilish qo'y shu. Shugo. Onun ustiga hozir jamiyatimizmi o'g'il bolalarning xinimlashishni so'kyapti emasmi? Hozirgi bizniki shu avlodlarimiz bag'anzir cho'ng'ilgan siri shu xinimlashishdan biz ota-ona o'g'il cho'qim ularni cheklamasak bo'lmaydi. Ularga kichikdan tarbiyani yaxshi qilmasak bo'lmaydi. To'g'ri. Shunga hamda bugungi itotmi menimcha shu bir mazmunni yaxshi ifodalab berdi deb o'ylayman. Shundami? Undan keyin sizdan kelib bekarak bunda qo'y. U bekla normaldan ishib ketgan bir lükçeklik qilib qoldi-ku, u mu yaxshi emas. Adam degan normal bo'lish kerak. Xudo hozirgi Nuraliga o'xshashlar shunami? Men normal o'g'illarning vakiliman ha. Bek normal. Onun ustiga qizlarni ham desal nimasini saqlab turmusimi bo'lmaydi shundoq. Bayaqi itotdiki yiliq qizmi sal ishib ketgan. Shu. Biz faqat rol o'yindiq-ku, xolos. Rol o'yindiq. Unda biz keyingisi yana mush ko'rmanlarning xo'shaligi uchun xizmat qilamiz bu yerda. O'yin o'ynash bosqichi. Men yaxshi ko'raman. O'yin o'ynayman. Şolpan geldi. Kartonchaq. Ha? Kartonchaq. Taqtuqa? Kartonchaq. 5, 4, Oy nimda tushun? 1, tapamdı. Tapamdan. İkincisi ya. Uvadan. Markama. Uvadan? To'g'ri javob berdim. İkincisi ya. Toshqanchaq. Gaqiling. Toshqanchaq. To'rt ko'cha? Toshqanchaq. O'ng sol? Toshqanchaq. 2, 1. Ishimni anglag'ili bo'lmaydi-ku, bek ching. Qandoq. Og'zingiz midirlayotganda? Bovoq. Ha? Xonbovoq. Beshinchisi ya. Mayra. Harakat qilmay turib gaqiling ha? Mayra. Ha? Mayra. Barayli? Mayra. Gaqiling. Ha? Bolalar. Mayra.
Balılık. Balılık. Bo'ldi. Bo'ldimi? O'ysan. Muayra degan. Ha, voy, nima degan tushun monoqshi. Abi men tas qiynag'an-ku munda ishoratlarni qilib. Dushanba. Dushanba. Muzaffar. O'ynayman. Dushanba. Üzüm yeyman. Qo'g'im. Ha. Dushanba. Üzüppa. Yana bir qatim fursatda. Dushanba. O'tappa. Oy, topolmadi. Ham ikkinchisi ya. Zo'xasan. Zo'xasan. Shpog'im bo'lmadi bu. Shpog'im bo'ldi. Qaytsan? Shpog'im Zo'xasan. Guangtou-chan. Zo'xasan. Nurali. Zo'xasan. Og'zingizni Ajab yaxshi. Ishkin topamiz. Nima dedingiz? Zo'xasan dedim. Drama. Elippa. Drama. Yakshanba. Drama. Chorshanba. Drama. Oppoq. To'rtinchisi ya. Strong oppoq dedingizmi hozir? Nima? Drama. Nimda qolisi kelmadi? Chuchura. Ishki bo'g'im bo'lib qoldi bu. Chuchura. Chujula. Chuchura. Uyla debman. Uyla. Nimda tasib burnim topolmadim men ey. Ulusat. İlta. Chuchura. Chujula dedim-ku men. Ko'zoynak. O'sasa. Ko'zoynak. Ko'zoynak. Xo. Men ishkin topdim, siz bir To'g'ri, yoqtirib yotdingiz. Ajab yaxshi bir olqish yog'irtdinglar. Rahmat. Ha bu ben futur qo'ydimmi sizga hamda? Endi qanday qilamiz? Bir o'yin o'ynab bering hamda bizga. Naqsh etib bering. Naqsh etib bering. Aqini qizg'in olqishlar bilan Nurali'ni naqshdan taklif qilib marhamat. Nima naqsh etsam bo'lar? Ha bizning Cho'lpon keldi programmamizga kelgandan buyon shu Nurali'ning bir naqshini olib boqmabdik. Undan olsa naqshingizni bir algan bo'lsa, qani marhamat. Bizamdan ijodiy ko'zlarni aytib beramda. Muziksiz qanday aytib beraman deyman-da. Sinchang. Unda bo'lsa o'zimniki shu yaqinda e'lon qilmoqchi bo'lgan, texi e'lon qilmagan bir muhabbatlik bir kuyim bor-da. Ashna qisqalam, undalam bir g'ing'ish paqaya. Lekin rahmat. Hey ha. Tunji kürü bolgan meptun sana sevda buldu şeyda buldu sana kabul et ki aşık bu gönlümni hayatımdan aziz bildim seni nazınım hüsnünge buldum şeyda ar menim tabet bolsam hemrah. Shunday yaxshi o'rlab berdingiz Nurali, rahmat. Bizning program mushada oxirlashdi, kelaksani ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Men bu programga qatnashib mandaligini faqat o'ylamabdim. Haqiqatan sizning riyosatchiligingiz meni bek ta'sirlantirdi. Bundan keyin yana fursatlar bo'lsa kelma. Rahmat sizlarga muqolliq. Rahmat. Rahmat yaxshi aytib berdingiz. Shundan mo'nliqqa. Yog'amoqdi menga. O'yra, shunday yaxshi. Mo'landolama, rasman. Mo'landik. Yangidan e'lon qilmoqchi bo'lgan naqshamni mishada aytib qoldim-da. Yaqinda e'lon qilmoqchi. Unda bo'lsa, siz ufdingiz, ham ufdganki cho'qim bir mukofot degandek sovg'atliklar cho'qim bo'lish kerak-ku. Shundaqmi?
Şununla şu bugünkü bizniki Şinjan Hamburg Soda Çaylık şirketindeki karton markasındaki bir yürüyüş mahsulotlar, yani 3 ming yuan qiymatidagi şu 2 yaşdan 7 yaşgacha bo'lgan bolalarningki yotgan ko'pa, jing paxtajimi birinchi darajalik paxtada ishlangan qat'iy ziyonsiz shu mahsulotlarni sovg'at qilamiz. Oy, rahmat, rahmat. Sizlarning programmada sovg'at o'yin bormi? Bor deyman. Bunda yaxshi, Bugun rahmat. sizga sal Quruq qimmat ketmaydi ekanman-da. Karton markasini sozdiramadim, biladi buni. Biladi sifat jihatda. Karton haqiqatan shu bizning Şinjangniki eng yaxshi, eng oliy sifatli paxtalardan shu o'zimizningki kuyimcha mehribon onalarimizning qo'lida tikilib yasalgan, yotgan ko'palari. Burunma men ishlatgan, do'stlarim so'qigan, xudo yana bo'lsin, yana ishlatadiganmiz, rahmat. Onda xo'sh, mushu biror yurish, mushu savol so'roqlar hammasi oxirlashib bo'ldi qarang. Men sizdan so'raydigan-chu. Men sizdan so'ramdim. Almışamdı? Almışaydım. Endi mushu naq maydon qadam tashrif qilgan tomoshabinlarimizdan cho'qim so'raydigan savollar bormi-ku deb o'ylayman qarang. Mushu naq maydon qadam tashrif qilgan tomoshabinlarimiz albatta yoqqa o'tirib o'ylagan bo'lishinglar mumkin. To'xtab tura, riyosatchining ma gapi qolib qoldi, ma savolni so'ramay qoldi. Ma savolni bir so'rasa bo'ldi deydigan savollar bo'lib qolsa, hozir mishada fursat bersak, o'z og'zinglar bilan Nadira Shavkatdan savol so'rasanglar, shunda bir fursatni beramiz. Marhamat. Yaxshimon Nurali, yaxshimon Nadira. Yaxshimsiz. Men mushu Şinjan Hamburg şirketiningki Xotan Chirnayisidan karton mahsulotlarini maxsus setish do'konininki do'kondor mas'uli bo'laman. Ismim Muyassar Tursuniyaz. Men ataydan shu Xotandan bizning shirkatdan o'rinlashtirganlik uchun shu programmani ko'rish maqsadida, ishqinlar bilan yuz ko'rish maqsadida keldim. Rahmat. Mening so'raydigan savolim bo'lsa, endi men mush balla sohasiga qadam qo'yibdiman. Sizningki mush balla sohasida buningdan keyingi o'zingizning o'ylagan nishoningiz ya bo'lmasa, bir orzuyingiz bormi shu to'g'risida bir asriq tushuncha bergan bo'lsangiz. Rahmat. Hozir hamda men shu ishki bolaning onasi bo'lib, Nadira Hadashdan hozir hamda Nadira Appash qilgandim. Endi mening nishonim bolalarimni yaxshi tarbiyalash va shu tariqasida xizmatimni yaxshi qilib, bolalar xizmatini tashlamaslik. Endi uning oldida bolam kichik o'g'ashqa jiqishlarga yetish bo'lamadim. O'zimning programmalarimga yetishib qilib bo'lamadim. Endi ballarım qo'limdan chiqdi. Herhalde hamda uyimdagilar cho'nglar, ularni tan qarshi qilib beryotdi. Unda olgandan keyin men o'ylayman, buningdan keyin meningmi bolalar sohasi ko'ngil bildigan vaqtim yani ko'plab chiqadi. Unda olgandan keyin men shu Xonbuvoq shirkati bilan, bo'lib shu karton mahsulotlari bilan munosabatimni texnik yaxshilayman deb o'ylayman. Buningdan keyin bizning hamkorligimiz cho'qim jiq bo'ladi. Yaxshimsizlar, bugungi shu karton cho'lpon keldi programmasiga qadam tashrif kelganinglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Men Şinjan Hamburg Soda shirkatiniki shirkat qurg'uvchisi ismim Mayira deb qiziqdim. Oddiysi mening bolalarga bo'lgan qiziqishim siz orqali barpo bo'lgan desam bo'ladi. Chunki kichigimdan boshlab bolalar programmasida bir riyosatchilik qilish orzuyim botdi. Sizniki to'shqanchoqqa, mushka yiqchoqqa ovoz bergan vaqtlaringizda bir odam deb o'ylaydim. Nurg'un kishilar o'ylaydi ekan. Bir odam deb o'ylaydim. Keyin yana ma'lum bir sahinalar chiqish orqali siz ash ovozni berganligingizni ko'rib, "Vau, bek talantliga" deb qoyil bo'lib turgan vaqtlarimda Beijingda mush markaziy televiziya stansiyasida sizning ko'dimda dangliq bir ayol bir riyosatchi bor edi. Sizning ko'rib hayajonlanib, toz chavoqlar eng ching chog'ini mengu deyman. Shundoq bir havas bilan qaraydim sizga. O'quvchi vaqtingizda, oliy maktabda yuqoridagi vaqtlarim. Shu vaqtlarda shundoq bir xo'sh bo'lgandim. Oxirida mundaq hamkorlashib, yaxshi ishlarga bir qadamni menib qilishim qat'iy o'ylab baxmagan, lekin shundoq bir yaxshi fursatlarni berib, sizlarning shu bizningki shirkatga alayda yaxshi taklif fikrlarni berib, tan qadam og'inozladim. Bek xo'sh bo'ldim. Shu karton naqsidan bek rozi bo'ldim. Bek yaxshi undan bitibdi. Rahmat, sizga rahmat. Shu karton mahsulotlarimizni sizmi balangizga ishiltib ko'rdingiz. Sizniki mahsulotlarimiz bo'lgan qanday fikringiz bor? Shundaqla atrofingizdagilarga tavsiya qilishni o'yladingizmi? Bizniki ishlab chiqarish o'rinlarimizga bordingiz. Shu jihatda taklif fikrlaringiz bo'lsa, berishingizni umid qilaman. Bo'ldi. Buningga o'tgan qatlamma bir naqshininki sababidan Nurali ishkimiz bir karxonga berib qoldik. Berib ko'rgandan keyin haqiqatan mush karton mahsulotlarininki shundoq sifatli, zadim shu onalar ishlatishga, bolalar ishlatishga loyiq bir Şinjanning o'zining mahsuloti ekanligini yana bir qatim jazmlashtirdik. Chunki buningga Şinjanning eng yaxshi, eng oliy sifatli paxtalar ishlangan. U paxtalarni o'zimizmi tutib sinab baqdik. Ishlab chiqarish jarayonida qalaymqan ishlar yo'q. O'zimizning onalarininki, xonim qizlarimizning qo'lidan bir qo'lliq tikilib birdan
jipshingni bilan ashta tikilib chiqqan mahsulotlar ekan. O'z ko'zimizdan ko'rdik. O'z ko'zimizdan ko'rdik shu chaqda Nuralining iliqi bolalar yutqinning ustida yetib olgan ko'rinishi hozirgacha ko'z oldimdan ketmaydi. Bek rohatga deb. Men bolalarimga ishlatib baqdim haqiqatan. Siz cho'ng ishni tutibsiz. Bolalarningki xizmati degan butun ota-ona, butun cho'nglar cho'qim ko'ngil bo'lishga tegishli bir xizmat. Shundaqku. Uningda er yo ayol yo cho'ng yo kichik demaymiz. Endi shu bolalarimiz kelsak, mushlarniki sog'lom mahsulot ishlatishimi bizning majburiyatimiz. Biz cho'qim ularga eng yaxshisini ib beramiz. Shuning qarta sizlardek mushu mahsulotni ta'minlab bergan o'rinlarni menimcha butun ota-onalar qo'llaydi. Shuning bundan keyin kishilaringlarning texmi yaxshi bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Bizning ishimiz hamda yaqindan yaqinbakchi hamkorlashyapmizga har jihatlardan. Mushu ishlarning boshlamchisi shu shirkat bo'lib qoldi. Shundaqa, karton markasi bo'lib qoldi-da, Shinjon Xonbuaq savdo-sotish shirkati bilan mening hamkorligim bor. Ancha-muncha faoliyat bu ishlar bo'lib qasdan u deyishib qilyapmiz. Bundan keyin texim yaxshi bo'ldi. Hamda bu yerda qilyapmiz deganlik faqat iqtisod uchunlik qilganlik masalasi emas shu. Bu haqiqatan men Mayra bilan tunji tanishgan vaqtlam udullam korxonaga borgan-ku biz. Siz avval meni maqtab berishlarimni anglamang, siz avval o'zingiz ko'zingiz bilan bir ko'ring. Ko'rib bo'lgandan keyin anandan keyin biz qolgan gaplarni deyishaylik deganda, bo'pti unda bo'lsa deb birinchi bo'lib shu korxonaga berib, asli bunda ekanda deb sifatni bek muhim o'rin qo'ydik-ku bular. Qo'yib, aniki lekin chimbisi eshikda qoldi ekanda, aniki. Onu ameliyatda süpetli paxtalarni ishlasak, uncha qimmat chiqadigan materialmi emasga o'chu. Lekin shu eng süpetlikini ishlatgan bo'lganligimiz uchunlam shu aniki chimbinsi a'loga qaragan vaqtda sal farqli o'rinda turdi ekan-chu. Mencha bo'lgan vaqtda karton markasidagi mahsulotlarni uncha qimmat deb ketgandekmi darajada emas. Muvofiq ekan. Süpetli selishtirgan vaqtida shuningga anadiki bo'ldi, mayli unda bo'lsa hamkorlashaylik deb shu vaqtdan boshlab biz hamkorlik o'rnatayotgan. Endi men o'ylayman, agar ekran oldidagi do'stlarimiz, ota-onalarimizmi, mushtaq bolalarimiz bir sog'lom, yaxshi sifatli bo'lgan mahsulotni ishlashga, mushlar bir sog'lom cho'ng'izga deydigan ko'z qarashi, o'ylari bo'lsa, cho'qim mushu karton mahsulotlarini ishlatib baqsin deb tavsiya qilman. Chunki bu mahsulot haqiqatanmi menmu ishlatdim, Nuralimo ko'rdi. Ishonchlik a'lo sifatli mahsulot. To'g'ri, men bolam bo'lgam cho'qim ishlatdim. Karton mahsulotiga yana bir qatim rahmat aytamiz. Mayra bilan Asqarjonga, bir juftlarga rahmat. Hamkorligimizning uzunga so'zligini hurmat qilamiz. Yaxshimsiz Nadira, yaxshimsiz Nurali. Men Xonbuaq shirkati karton markasining Keriyadagi bosh do'kondor mas'uli bo'lman. Bu daqiqatim Cho'lpon keldi programmasining Nadira Shavkatning karton markasida maxsus ziyorat qilganligini anglab o'taydan qatnashib keldim. Men burundan boshlab bolalar programmani bek yoqtirman. Kartonlarni hozirgacha bolam bilan o'tirib birga ko'rman. Sizning ziyoratingizni anglash davomida sizning burundan boshlab kichikingizdan boshlab shunda bek to'xtamay olg'a intildigan, bek tirishchanligingizga bek qo'l qo'ydim. O'zim bunda bek tirishchan bo'lmasam endi lekin tirishchanlarga bek havas qilma. Sizning mush tirishchanligingizga keyningizga yonmaydigan, mush xarakteringizga qanday ishlar turtki bo'lgan yoki sizning oilangiz sababidanmi mush yerdan bir so'rab qo'y degandim. Rahmat sizga. Men tirishchanmiz, tirishchankansiz-ku, tirishchan bo'lg'ashqa izlanib, mana programmalarga shundan jiroqdan kelib qatnashib, mush tirishchanlikniki manbasi nimada deb shuni izlanganingizning o'zim bir tirishchanlik shunami. Men o'ylayman, bu tirishchanlik degan qandaqdir eliqi men tirishsam bo'ldi deb o'tirish emas. Bir narsaga qiziqsangiz, oshning ishtiyoq bog'lasangiz, o'zligingizdan shu ishga tirishqingiz keladigan bo'lib ketadi-chu. Undan keyin hozirmi jamiyatlar taraqqiy qilyapti. Hozirgi bolalarimiz burunqi bizning kichik vaqtimizga o'xshamaydi. Hozir bolalarning o'zinglar bizlar ishga kirgan bolami iPad o'ynay oladi. Kompyuter, telefonlarni o'ynay oladi. Biz kichik vaqtlarimizda nada undaq narsalar bo'lsin, biz hech nima o'qimaydik. Lekin hozirgi taraqqiyot shundoq tez. Bolalarimiz maktabdan qaytib kelib, "Apam, mening qanday javob berdim? Menima, anima" deb savoliga javob beramisak, bolalar bizni atugin ko'zga ilmaydigan bo'lib qoldi. Shunga biz bolalarimiz bilan tang ilgirlashimiz, ularning oldida minishimiz kerak. Meningcha har qanday bir ona bo'libmi bolalik bo'lgandan keyin cho'qim mushni bilib yetidi va mushni o'ziga bir ishonch qilib turib, olg'a ilgirlab mangadi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Endi so'rab baqsam, sizning xizmatingiz riyosatchi hamda bayam aldiq yo'llashingiz ushqichgan. Shu odatda sizlarning turmushda mundayliqi vaqtinglar birga kamaydigan, yo bo'lmasa, masalan, rollarga chiqqan chaqda munda oilda kullash degandek. Muboraklar rolga chiqqan.
To'g'ri bayon qilmak rollarda. Mustaqillan bormi shuni so'rab baqsam. Ha, yaxshi savol oldu ya. Bayaqi etot kallangizni qattiq ta'zir qilibdi deb uyib qarab turib hamiz oldi jinim. O'zishga qilmamdiganda deb a. O degan Ko'rmanlar shunda o'ylaydi. biz hamda kasbimiz san'at sohasida bo'lgandan keyin hammani hamda qamlashtirishimiz kerak. Bayaqi men hisobda xizmatning bir tarkibi. Biz jinim deganga mening jinim bo'lib qolmaydi, mening jinim uchyotadi hozir. Shu anda mening yo'ldoshim ushquchi, o'zim riyosatchi bo'lgandan keyin haqiqatan yo'ldoshim uyda o'tirib bo'lmaydi-ku. So'qishadigan ish emas, hatto ikkimiz o'ltirib bunda ta'tir qarshiladigan yo'qimsi g'ing-ping qiladigan ishlarmi yo'q hisobda. Vaqt yetmaydi, ha? Vaqt yo'q, qat'iy yo'q. Bunisi bek so'qashqingiz bor. Mening xizmatimni qo'llaydi, to'g'ri tushunadi. Agar to'g'ri tushunmasa, cho'qim men bilan to'y qilmaydi. Rahmat Nadira, unda bo'lsa bugun ko'rmanlarningki tomoshabinlarning savollari shunda qizidi ya. Men so'ramoqchi bo'lgan, ba'zida unutib qolgan savollarım chiqdi hatto. Shunda ko'ngillik bir san bo'ldi, ko'ngillik bir kun bo'ldi deb o'yladim. Vaqt chiqarib programmamizga alaydan qatnashib berganingizga yana bir qatim tashakkur etamiz. Bundan keyingi sonlarga cho'qim vaqtingiz yetsa yana bir qatim kelib, o'xshamagan temalar ustida munozirlashib, paranglashib, ko'rmanlarga aktiv energiya taqitishga turtki bo'lishingizni chin ko'nglimda yana bir qatim umid qilaman. Cho'qim kelsizmi? Kelman, taklif qilsangiz kelaman. Qilamiz, qilmay bo'lmaydi. Unda bo'lsa, bundan keyingi san'at ishlaringiz texmi gullansin, cho'ng san'atlar yana sizni saqlayotdi. Bizga davomli shunda xo'shalliklarni beg'ishlab turishingizdan chin ko'nglimda umid qilaman. Oxirida mush cho'lpan keldi programmamiz qatnashib, hozir oxirlashdi. Oxirlashgan vaqtda siz qanday bir so'zlar yig'incha qildingiz bugungi hissiyotingizni? Rost gapni qilsam, men odat sakni jiqqa qilganim bilan uyda jiqqa qilishim faqat yaxshi ko'rmayman, jimjitlikni xohlayman-ku. Undan keyin birasi bilan turmushim to'g'riliqmi, paranglashib baxmagan. Bugun ham sizlar bilan xuddi bir oila kishilardek dadam, opam, yo ini singillarim, do'stlarim bilan birga o'tirib, mungdashgandek, suhbatlashgandek shuna ko'ngillik yaxshi bo'ldi. Endi sizlarningmi ailanglarning texmo xushal-xuram bo'lishini, xizmatinglarning utuqliq bo'lishini umid qilaman. Hamda shu cho'lpan keldi programmasininki xalqimiz yaxshi ko'radigan texmo yaxshi nodir mazmunlarni vaqti-vaqtida ko'pchilikka sunib turishni umid qilaman. Nuralininki texmo gullab chaqnashni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rmanlarimiz, 2021-yillik bugungi san cho'lpan keldi programmamizdan tojdorligini Şinjan Xanbuaq Sodichilik shirkatiningki karton markasi alayda qo'llagan. Programmamizning riyosatchilarining kiyimini Şinjan Miras kiyim-kechak madaniyati cheklanish shirkati alayda qo'llagan. Bo'vladim Miras tog'dek qomatga qiyos Miras kiyimlari. Xo'sh Nadira, yana bir qatim rahmatimizni bildiramiz. Sizga rahmat Nurali. Bundan keyingi ishlar texmi gullansin, hamkorliklar texmi uzunga borsin. Yana bir qatim tashakkur etamiz ko'rmanlarga vakolatan, naq maydondagi tomoshabinlarga vakolatan. Yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Rahmat.